Bugungi podkastimiz mehmoni ijtimoiy tarmoqlarda samimiy va kulguli videolari bilan ko'pchilikka tanilgan. Hammamiz yaxshi biladigan inson Simichkachi Bekzod aka bo'ldilar. Podkast juda ham qiziqarli. Oxirigacha ko'rib, bizning kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Keyingi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormang. Shunday. Aka, lekin siz mendan normal qarsiz. Nima deyapmi? Xudodan qo'rqing, shuni ko'rib. Yo'q, gapni eshiting. Men borga mana so'raylar. Luboy magazinga kirib Bekzod akani Simichkasi deyman-da, bo'lmasa olmay chiqib ketib, boridan olib kelaman. Endi ishondim hozir. Endi ishondim. Hech bo'lmasa oqibat qarsiz aka. Joni sog' bo'lsin. Undaylar bo'lsa men gap ojizman. Bu gaplarni aytgan odamdan men haqiqatan qarshi soldim. Realni ko'ring. Podstansiyadan oldimi, mana beg'imi, Issiqnommi, endi men yo'lim ana Navo magazinmi, farqi yo'q. Qayerga borsam Bekzod akani Simichkasi bormi deyman. Real tam yoqadi. Real yo'qadi aka, men maza qilaman. Pachkadan ko'ra boyagi qolgan anolarni endi otini aytib o'tmaylik, lekin srazi bu bosib ketdilar. Ha? Video ketyapti. Video bosgan olsan? Yo, bosmasa aka shu. Deb qo'ying onasini debsin. Bosimni o'ylamang. Hozir zapis bosilganda mikrofonni endi qo'shdim. Если что, agar mobilga kerak bo'lgan vaqtda ham unda bor. Ano, adminiz bu kishimi? Men kecha bog'landim bu kishi bilan. Kechtonligim bog'landimmi? O'zi chiqadilar, chiqmazdida. Keyin Aziz aka bo'lgan Alibayev. O'sha kishi telefon qildim. Aka dedim, o'za nomer kerak dedim. Band bo'zalar kerak dedim. Keyin bo'lib Bekzod ukam nomerini beraman dedilar. Endi men bilan yaxshi tanishdi kishi. Keyin berdilar, rahmat. Lulem chiqyapti zamanga. Qanday chiqyapti, qanday bog'lanyapti bilmay qolyapman-da. Shu Aziz akani ushlashim kerak. Aziz aka beryaptimi deyman. Lulem chiqyapti sizlar. Aziz Azbaga. Nima bor deyman. To'g'ri yengana qilyapsiz-da. Qurilishim to'xtab qoldi, ozgina yordam qila olmayman, xalq deyman. Bitta luli. Yo'q, ona oradim. Mana tugatganman. Xush kelibsiz Bekzod aka. Podkast studiyamizga. Bormi? Bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka. Assalomu alaykum. Zo'rmisizlar? Biz ham mana shunaqa proyekt boshlaganmiz aka. Birinchi mehmonimiz Akmal aka bo'ldilar. Ha, ikkinchi mehmonimiz sizni chaqirishga qaror qildik. Chunki sizni Simichkasi aka o'sha достаточно nima deydi, mashhurlikka erishganda o'zimiz ham har kun chaqiramiz-da. Masalan, Shunday. 10 ming so'mlik, 20 minglik yoki 30 minglik har kun olib kelib masalan o'tirib, hammamiz kola bilan ermay qilib, narsa qilib, choqib, maza qilib o'tiramiz-da. Shuning uchun ikkinchi mehmonimiz siz bo'lishingizni xohladik. Realni ta'mi yoqqan bo'lsa xursandman lekin. Zo'r lekin. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Kelibsiz. Ko'rdingizmi? Salom alaykum. Shpik hayajonga bo'ldim. Ha, hayajonlar aka. To'g'risi aka, o'tgan safar bir bratishga bir shu xuddi shunday qilib otamga degan video qo'yib berdik-da. Ko'rdim. Yo'qdi lekin. Yo'qdimi? Yo'qdi aka. Lekin bir ikkitalar ma'no qani, PR-mi bu? Buni PR qilyapti, o'zi ochko ishlayapti dedi-da. Aka, shuning uchun boshqa telefon qildingizki, ko'tara olmadim. Ko'tarib bilaverim sizni. Shuning uchun o'sha odamlardan ana shunday gap o'sha eshitish noo'rinda. Men u videoni aka xalqimiz mana yoshlar hozir to'g'ri aytsam, mana yoshlar borki, mana qaysi viloyat, qaysi tuman, qaysi joy bo'lishidan qat'iy nazar aka bir hamsiyasi, qo'shnisimi, bir anonisimi, bir 70% insonlar aka sal noto'g'ri yo'lga kirsa, to'g'ri bu deyishdi unda yomon ko'z bilan qarayapti, shuni bilib turib. To'g'rimi yo'qmi? Shunday. Ana shunday yo'nalishlar, hozirgi yoshlardan ham kattalar ham, pasti 70% insonlar aka qimorga kirib, yo'msa pul tikib o'ynaydigan bor, yengil pul topish. Ana shularga tegishli gapda bu, ma'nosini chaqmasdan, narsa qilmasdan, fake-mi bu, o'zingni ko'tarishmi, o'zingni alloma yasavollikmi deydi-da. Shu xalq ko'ryapti, xalq tonyaptimi? Bir xalqqa ozgina bir foydamiz tegsin deb shu videoni chiqaruvdik-da. Lekin yomon narsa-da. Birovni masalan xuddi bir o'zingni ko'tarish uchun degan narsa bu ko'rolmaslik bu, aka. Men nagli aytaman-da, ko'rolmaslik. Kimdir masalan chetdanmi, yo'msa o'zimizdan boshqa viloyatdan zo'r bo'lib porlab chiqsa borki, havas qilaman, omadim bersin. Aka harakat qilyapti, natija bo'lyapti. Shunday. Harakat qilmasa natija bo'ladi. To'g'rimi? Mana Xudo xolasa xalq tonada ko'ryapti, hurmatimiz bor, assalomu alaykum deyapti, sizlar chaqiryapsizlar. To'g'rimi? Shunday. Shunday-da, shu gap.
endi nima desam, beg'ini ko'raveramiz. Xalqimiz hurmat qilayotgan insonlar ham bor, hurmat qilmaydigan insonlar ham bor. Hurmat qilgan insonlarni hurmat qilamiz. Hurmat qilmaydigan insonlarga tepaga solib qo'yamizda. Ertaga qiyomatga qoldiramiz, o'zi gaplashaveradi. Ha, shunday Biz aka endi. lechni gapirishim shart emas. Shunaqa. Chunki vaqtimni ketkizgim kelmaydi. Shunday. Hamma negativga atvet qilib chiqib bo'lmaydi aka. Shunday. Umr yetmaydi bu narsaga. U aka arzimaydi-da ular bilan Shunday. tortishishimga. Shunday. To'g'rimi? Shunday aka. To'g'ri. Nima kerak men u bilan boshim qotir. Agar lekin qo'yib qoldim, agar o'sha ota haqidagi video game negativ bildirishgan bo'lsa, Aka juda ko'p gapirgan. O'zing ko'rsatsan, deyapman manga. Men aka, menga o'pish kerak emas, o'zimni ko'rsatish, narsa qilish. Xalq ko'rib turibdi, hurmatim bor, assalomu alaykum, Bekzodjon desa, assalomu alaykum, qo'lim ko'ksimga salom beraman. Menga nima kerak u? To'g'rimi? shunday. Yo bo'lmasa mana internet olamay chiqib olib, menga obuna bo'lsangiz $100 beraman, yo menga obuna bo'lsangiz mashina sovg'a qilaman degan joyim hech qaysi videomda yo'q-da. Hali bu gapni aytib chiqqanim yo'q. Rostdan. Chunki kimki kuzatyaptimi, hurmat qilib kuzatsin, men ham hurmat qilib chiroyli video qo'yaman. U majburlab olib kelganim yo'q-ku, agar majburlab o'zi majburdan o'tgan bo'lsa, bemalol chiqib ketaversin. Men masalan o'tirib turib iltimos deb majburlab o'tgan foydasi yo'q-ku. To'g'rimi? Shunday gapda. Men gapiryapman. Sizlar chaqirgansizlar, men gapiryapman. Yo'q, sizni eshitgan chaqirganmiz aka. Sizlar ham gapiravringlar, bemalol. Men bu sizlarniki bu. Men hozir indamasanglar 5 minutdan keyin men simish sotaveramiz sizlar. Hayır, so'tayman. Men oldin yopib qo'ymayman aka. Sizlar meni rivojlantirishni olib kelganman mana bu yerga. Boshqa to'g'risida. Men bilan hazillashmanglar. O'sha 4 tadan keyin men 2000, 10 ming chiqarganlarini bilmay qolasizlar. Lekin bu yerga bola chaqa ro'zg'or deganda gap. Lekin har kun choqqanimizdan men ham normalniy rivojlandim. Aka sizdan ko'p choqib qo'ydi, ishoning. Men har kun 10 ming so'mlik olaman. Shunday. Mustaqil fikrlayapsiz, to'g'ri. Siz hisob kitobini olib ko'ravering. O'zi pashta bir 6 yo 1 yil bo'ldi mana shu yerga kelganimizga. 1 yildan beri faraz qiling, har kun semichka olaman. Yo'q, ishxonaga 1 yil bo'ldi. Ha. Endi o'sish bo'ladi-da. Aka, men simishganga 1 yil bo'lgani yo'q edi. 1 yildan beri ishxonagasiz, endi simishgan boshlagan bo'lsangiz, xona yo kattaradi, yo bo'lmasa katta o'tsa ko'chasiz. Yo, simichkan ko'p bo'lib ketdi. Kelajagingiz bor demoqchiman aka. Ko'p bo'lib ketdi, juda ko'p bo'lib ketdi aka. Juda ko'p bo'lib ketdi. Qachon siz maqtaganingizdan beri chaqib bo'lmadi. Yo, brend chiqqan aka bo'lmadi aka. Siz undan oldin ham tarqatayapsiz-ki? Yo'q, undan oldin aka bu juda kuchli shug'ullanadi buni ustiga. Buni ustiga juda Oldin kuchli endi sal shug'ullanadi, aka. bitta puchlar ham bo'layapti lekin. Ha, yashang. To'g'rimi? Hozir aka, mana degan doktorlar bilan maslahatlashyapmiz. Qanday foydasi bor? Qanday odamga ta'sir qiladi? Realni, haqiqat YouTube'ga kirsangiz, simichkani foydali taraflari ayting. Agar chiqmasa har bir mana shu sizni kuzatib boruvchi insonlar $100 dan pul to'lab beraman. Immunitetni ko'taradi aka bu. Turishi kalsiy buni. Aka, immunitetni ko'tarib o'sha charchash nimaligini bildirmaydi. Hayolni chalg'itadi, uyquni qochiradi. Ana. Yana nima deyman? Qorinni ham to'q saqlaydi-da bu. Aka, go'sht ham kiradi, yo'qmi? Aynan o'zimnikidan. Faqat o'zimnikidan. Yo'q, ya'ni lekin magazinlarga kirgan paytimiz shu ya'ni sizni simichkangizni so'raydigan bo'ldik-da. Sizni simichkangizni so'rab, shu faqat siz simichkangizdan oladigan bo'ldik. Chunki bilmadim endi ustunlik tomonlari Qachondan boshlasiz simichka choqishdi? ko'p bo'ldi, bilmadim. Juda ko'p bo'lib ketdi lekin, to'g'risi. Bu yerda sal harf kam bo'lyapti-da. Qobil aka olib kelishdi. Hayajon bosdi. Qobil aka mana olib kelishdi boshladilar. Qobil aka olib kelishdi boshladilar. Keyin mana ya'ni magazinlarga kirgan paytda simichkadan oladigan bo'ldim-da. Azartga tiqqanda siz? Azartga tiqqan. Ichiga qandaydir yo'qolishgansiz aka. Aka, Bir odamni bir yo'q, shunday O'ziga odamlar, tortadi. yo'q, shunday odamlar ko'raman, ertalab turibdi-da, aka, to'rtta joqqani oynaga qarab o'ziga o'zi motivatsiya berib chiqib ketyapti o'zidan. Aka, bu odam motivatsiya olmayapti hozir. Shuni o'ziga o'zi motivatsiya beryapti, aka. Shunday odamlar eshikni ichkaridan qulab, birovni urib qo'ymaydi cho'qyapti, aka. O'sha his qilyapti-da, o'zini duh oshganini his qiladi, shuni sezadi. kuchga kiradi-da sразу. Aka, ko'zlovchi kattalashib, miya sig'maydi, aqli sig'maydi. Testosteron ham ko'payadi-da, ana qilib. Sirab ko'rdingizmi? Yo'q, lekin realni bilinadi. Normalda? Normal. Masofa saqlayman bo'lsa. Ehtiyot bo'linglar bu boladan. Hatto yolg'iz qolmanglar oldiga. Normal. Hazil aka. Shunday. Hazil bo'lmasa, nima desam, bu faqat yig'lab, anaqa qilgandan ko'ra chiroyli ko'rin qilgan yaxshi. Men Shunday. ichim qiziydi, uyga ham borsam borki, birov yoqsa yoqmasa hazil qilgim keladi. Chiroyli yaxshi ko'rin qilgim keladi. U motam, potam ichim qiziydi, to'g'risini aytsam. Agar og'ir guringlar yo'qmi? To'rt tez chiqib ketaman.
Shunday. Yurak qisiladi. Ha? Sirazi keyin bu kulgili joyga o'zi talpinasida, hazilkashli joyga. Men ham xohlamaydi aka. Motamli joylar. Og'ir ko'rganman aka. Men ham xohlamaydi. Shunday lekin videolaringiz ham ko'p shunaqa lekin samimiy ko'pi. 5 kunlik dunyo aka. Shunday. Yeng, iching, maza qiling, o'zingizga to'g'ri bo'lingda, maza qilib yashang. Shunaqa. Shunday. U siqilib, kuyib, u qilib qaytib kelmaydi u hayotingiz aka. Sizni 14 yoshligingizni qaytara olmaysiz-ku. Shunday aka. To'g'risi. Qancha ko'p siqilsangiz, qancha ko'p asab bo'lsangiz, tez qaraysiz. Smishka o'qing. Zo'ri shu. Hali o'zimnikini ham tiqmasam bo'lmaydi-da. Mayli aka. Qarang aka, bir ikkita savollar bermoqchiman-da. Masalan, mana shu umuman qanday ijtimoiy tarmoqlarga boshlanish qanaqa bo'lgan shu hayot yo'lingiz ijtimoiy tarmoqlarga boshidan qanday adashib kirib qolganmisiz yoki to'satdanmi masalan qandaydir bitta video qo'yib rekomendatsiya chiqib ketib qolganda keyin davom ettirganmisiz yoki boshidan bu reja asosida bo'lgan ishmi qanaqadir shu narsa qiziqda biz aka masalan hammaga qiziq bo'lsa kerak sizda kuzatadigan odamlar hammasi nimadan boshlangan umuman olganda O'zi meni kuzatadigan odamlar aka, men yoshlikdan taniydiganlar ko'p kuzatadi aka. Bu endi qayergacha borayotgan, endi buyerga nima bo'layotgan deb kuzatuvchilar ko'pda. Men aka hozir sizga yolg'on gapirishga haqqim yo'q. To'g'risini aytaman. Men aka o'zimdan o'zim reja, maqsad, plan bo'lmagan. Aka, meni xalq ko'targan. Xalq ko'targan degan sababi aka, to'g'risini aytsak, siz ham mana masalan 2 ta, 3 ta farzandli bo'lganingizdan keyin, oilali bo'lganingizdan keyin avtomatik aka shu bola chaqa uchun tinmasdan harakat qilasiz. Shu farzandlarim yaxshi yeb ichsin deb aka to'xtovsiz harakat qilasizda. Shunday. U tasavvur qiling, uyga boryapsiz, 2 ta non mayda chuyda ko'tarib bormasangiz, uydagilarsiz dada non olib kelmadingizmi desa qanday holat tushasiz? Shunaqa bo'ladi. Ana shu holat bo'lmasligi uchun tinmay harakat qilganman aka, araya odamlar shu gaplarimni video olib qo'yib yuboradi. Internet tarmog'iga, Instagram tarmog'iga, har qanday tarmoq bo'lsa qo'yib yuborgan. Aka, xullas qarasam avtomatik aka odamlar ayta boshladi, o'zi ko'tarilib ketgansan, telefonlar chiqib ketgansan dedi. Men qarasam haqiqatan ham shunday. 3 oylar nemadim aka, odamlar olaverdi videoga. Mana bosib sovdan qilib reklama qilaverdi. Keyin o'zingiz ochdingizmi? Ha, keyin shu bir ikkita og'aynilar, tanishlar maslahat berdi, o'zing ochib ol, shunday dedi. Undan keyin g'oya keldi-da, reja, g'oya, maqsad. Endi o'zim to'g'risini aytsam, o'ylagilar ham nima qilasan balam, savdang qilaver degan joyga o'zimni xayolimga shu bitta narsa keladi. 40 yoshimgacha laganga simishka sotmayman degan narsa kallamga keldi-da. Shuningizmi? Tasavvur qiling, 40 yoshimga farzandlarim katta bo'lyapti. Anonga maktabga borsa, otang nima ish qilasa, laganga simishka sotadi degan gapni eshitmasin degan holga to'la to'kis maqsad bilan ish qildik. Endi Beyga Allohga tavakkal dedik. Bu Xudoning nazari tushdi. Shunday bo'ldi-da. Hammasi Xudoni bir aytgan deydiki, bu bizda masalan undan oldin ham simish sotadim. Bundan keyin ham simish sotaman, hozir ham simish sotaman. Nazar tushmasa, bir omad bo'lmasa foydasi yo'q uni. aynan nimaga aka, uzr gapingizni bo'ldim. Laganga simishga sotmaslik qanaqadir laganni anosi bormi? Bir aybi bormi yoki bundayroq ko'rinadi, avtoritet masroq ko'rinadimi qanaqadir? Yo'q, unga emas aka. Meni maqsadim, planim aka mana shu narsani ishlab chiqarish edi. Bu narsadan oldin aka birovning narsasini sotayapman. Aynan birovdan olib, bozordan olibda, to'g'riroq, bozordan olib sotaydim aka maydalab. 10 kilo, 15 kilo bir kunga sotaydi, ish qilib ro'zg'orim yaxshi o'taydi. Nolimayman, Xudoga shukr qilaman. Hali ham nolimayman. Oldin ham nolimaganman, hozir ham nolimayman. Endi hozir kunga aka o'sha 10 kilo, 15 kilo sotayotgan insonlarga men beraman o'zim simishga. O'zim ulardan ham katta, ulardan ham darajam yuqorilashib ketganini o'zim his qilaman, bilaman. Daji Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlar simishkamiz ishlab chiqarishimiz chiqib boryapti. Katta Toshkentlar, hamma viloyatlarga chiqib boryapti. Xudoga shukr, yetkazganiga shukr. Значит, avval optim olgansizda oddiy simishkachilardan o'zingiz sotgansiz. Maydalab sotganman. Keyinchalik o'zingizni brendingizni yaratdingiz, ha? Maqsad shu bo'lgan. Lagan gap laganga emas. 40 yoshimgacha laganga sotmayman deganimning sababi shu. Endi tasavvur qiling, mana bundan ko'ra mana bunisi yaxshi. Kattalashtirib, reja bo'yicha kattalashtirib boramiz, shundaymi? Brendingizni ismi o'zi qarang. Simichkachi Begzodmi yoki dumbayoqli simichkami? Brendning nomi dumbayoqli semichka aka. Simichkachi Begzod siz Instagramdagi ismingiz. Instagramdagi. Tushunarli. Internetdagi, YouTube'ga ham
Instagramga ham, TikTokga ham Bekzod 1994 chiqsa internet tarmog'iga chiqib kelaman. Lekin dumma yoqli semichka brendi nomi. Chunki dumma yoq qo'shiladi aka bunga. Dumma yoq Odamlar ko'plar yolg'on deb o'ylaydi shu narsani. ta'mini lekin ta'mi zo'r desam anoni simichkani, lekin men ham dumma yoqda qanaqadir salgina g'alatiroq, sassiqroq anosi ham bo'laki, xuddi o'sha narsa kelmaydi-da, lekin ya'ni. Endi aka siznikidan. bu faqat dumma yoq qo'shiladi degan emas, dumma yoq tarkibi juda ko'p anolar, tarkibiy narsalar qo'shiladi. Ha, eng Shtobi odam dumma yoq mana issiqqa qanday hidlanib qoladi? Ha, Hidlanmasligi uchun. Hammasi o'ylanganda bu. Shunday. Kompliment qilingan narsa işte bunga. Hammasi o'ylangan, orqasiga yozilgan. Tarkibi, qancha nima qo'shilgan, nima qo'shilmagan, hammasi yozilgan. Faqat bir xil tipdagi mahsulot ishlab chiqarasiz. Hozir masalan simichkani boshqa brendlar masalan tuzli, tuzsiz bir balo qiladigan sizniki shunaqa narsalar ham bormi sizniki? Tuzsiz hammasidan bor. Prosta aka mana bu tam hammaga yoqibdi. Tuzsiz ham xohlovchilar tuzsiz beramiz. Aynan mana bu tam yoqadi bizga. Xalq so'raydigan narsani biz chiqaramiz. Xalq so'ramasa chiqarib tashlamaymiz. Nima qilamiz? Talabga qarab-da. Shunday yashang. Shunday. Tushunarli. Bu boshqa narsa, boshqa brend, boshqa yo'nalish, boshqa narsa chiqarishdan oldin, ishlab chiqarishdan oldin o'ylash kerak. Aka, chiqaraveramiz. U xalqimiz yoqtirmasa, xalqimiz iste'mol qilmasa, xalqimizga yoqmasa foydasi yo'q uni. Shunday. Nima kerak u? Brakda u. Lechni rasxod. Sizga rasxod brak narsa. Keyin meni qiziqtirgan narsa ichida puchi yo'q-da. Umuman, masalan, bitta olib choqsangiz, ana bo'lib ketadi, og'iz achchiq bo'lib ketadi. Bir xil boshqa brendlarnikigada. Sizniki o'sha narsa yo'q-da, masalan, qanaqadir buni spesialniy apparat terib chiqadimi yoki birorta bir qo'l mehnati bormi ichiga yoki o'zi simichkani o'zi shunday kачественный joydan olasizlarmi qovurishdan oldin? Shu narsa qiziqtiradi-da menga. Bu narsani aka to'g'risini aytaman, ochiqchasi aka. Birovni brendini, birovni mahsulotini yomonlash emas aka. Hamma mahsulotni o'ziga yarasha tan narxi bo'ladi aka. Ochiqcha aytaman-da. Shunday. Tan narxi bo'ladi. Aka, siz puldan qochmay zo'rini chaqirib, zo'r narsa olsangiz, xalqqa ham zo'r narsa bera olasiz. Puldan qochib foydaga kiraman deb o'rtacha narsa olsangiz, siz pulga kirasiz bir marta. Lekin xalqqa yoqmaydi. O'zini o'rtacha narsangizni yana olib kelib sotaman desangiz, biri olmaydi. Aka, olmaydi birov. Shuning uchun aka bu narsa, bu mahsulot aynan shu mahsulot Xitoydan keladi aka. Mana shu semichkan xom holati Xitoydan keladi. Keyin biz ishlov berib, qovurib aka xalqimizga yetkazamiz. Shtobi aka Xitoydan chetdan kelayotgan narsa ekspert bu aka, toza mahsulot, zo'ri aka, garantiyasi bilan kelyapti. Bu O'zbekistonga yetishtirilmagan, значит Xitoydan keladi-da. Chetniki bu aka, chetniki. Men O'zbekistonga yetishtirilgan deb o'ylayganman. Yo'q, O'zbekistonga aka buncha darajadagi mahsulot yo'q aka. Biz aynan endi shu Xitoy davlatdagi semichka tanlaganmiz. Endi qolganlarni bilmayman. Aynan bizning mahsulot Xitoydagi aka. Xitoydan chetdan keladi. Bir xil standart aka. Boya kuchi achchig'i chiqmayapti-ki. Standart lazer apparatda o'tgan. Razmerlari ham bir xilda, dashi ko'p. Razmerlari ham bir xilda, umuman olganda. Ichlari ham to'la-to'la normal. Shunday aka. Qarang, Bekzod aka, siz mana shu semichka sotish yo'nalishiga qanday kirib qolgansiz? Hozir juda ko'pchilikga qiziq bu narsa. Semichka sotish yo'nalishi. Uni to'g'risini aytsam aka, yoshligimdan ona kasbim. Endi ona kasbim deganim aka, bizning yoshligimizga Xudoga shukr qilamiz. Mana onamlar o'sha bizning Qarshi shaharga Osiyo bozorida olib mol bozor bo'ladi. Ana shu yerga yoshligimizga singilchamni 2 etajli kalaskacha bo'larki, bilasizmi? O'sha pasiya singilchamni yotqizib, tepaga ham bozorlarda qiladi. Yarim kecha soat 2 ga biza chiqib ketaydik mol bozorga. Qo'rqaydim-da uyga yotishga. Bir o'zim. Ketaylik, dadam Rossiya ishlaydi o'sha payt. Ayam savdo olib ketib, biz o'sha yoqqa yarim kechasi 2 ga o'tiraydik. Ayam savdo qilaydi. Shu ona kasbda keyin aka maktablikdan o'zi ana shu narsani biz ham boshladik. Endi hayot 10 kun, 5 kun yorug', 5 kun qorong'u deydi-ku, o'sha payt bizlar uchun sal qiyinchilik bo'lgan, lekin teng mehnat qilganmiz-da. Onam aytganini qilib, savdo qilib, erdan bu yoqqa simichka sotib, choy sotib, ana shunday qilib ishlaganmiz. Undan keyin Inska kirdi aka. Inska 4 yil o'qidik. Dadam musofirga ishlagan. Bizning o'qishimiz uchun kontrakt o'qiganman. Biz ham shu uy-poy deb mehnat qilganmiz. Undan keyin shu
o'zimga yoqadigan ish bo'lmadimi, narsa bo'lmadimi? Keyin biz musofirga ketdik. Rossiyaga ketgansiz. Rossiyaga ketdim. Ha. Endi singilchani turmushga berish kerak. Nonsindirib qo'yganmiz. U joy sal qiyinroq edi. Tezlashtirish kerak edi ular. Yoshimiz ham kelyotgandi. Rossiya 3 yil ishladi aka. Qo'limiz persatga armatura yopishib qolgan darajaga sovuq qilib ishladi. Pulimni ololmagan joyim bo'lgan 6 oylik. Bermaganda yaxlatib o'rganda. Kedalar tushib qolgan. Ana shundan keyin ko'zim ochildi. Keyin ish qildik aka, shu mehnat qildik, uy joyda ham qildik, shu Rossiyaning orqasidan musofirlikda orqasidan. Mashina ham oldik, singilchani ham chiqardik, uylandik aka. Bu yerga keldik. Keyin mashina olgandan keyin taksichilik qildim. Ko'p videolarga taksichidan gapirib chiqaman-ki. Ro'zg'oringizdan ortmaydi-da xullas. Shunda. Shu mehnat qilasiz, taksichilikka ertalab chiqasiz, bismillah deb kechgacha ishlaysiz. Lekin ro'zg'oringizdan ortmaydi. Zo'r yeb ichasizda, orzu qilayotgan narsangizni ololmaysizda, bir kattaroq narsa. Bundan keyin shu ona kasbim baribir dedim-da. Bundan sotdi, simishga sotdi. Simishga sotganimizdan keyin ish qilib bo'ladi. Internet tarmog'i yo'q edi u payt. Savdo qilaylik, oilam chiqqan biz bilan savdoga. Oilam chiqqandan keyin oilam bilan chiqaylik. Oilam berib meni 9 oyligim, ko'pkarlar yuradi. Dadasi tezlashing, odam ko'payib ketdi, kech qoldik deb. Savdo qilaylik, sotgan qilaylik deganlarda. Biz yelkaga xalta, qo'limga lagan, ketgan edi. Kelini stolga ko'tarib yuguring, tezlashing dadasi kech qoldik deydi. Agar biz ertachi kech borsak, boshqa simishgacha sotib qo'yadi-da. Demak, yangiga ham ko'p gap bor ekan. Mehnat qilgan. O'sha mehnatga chakan. Yaxshi. Hammasi hech kimni yomonlashga haqqimiz yo'q. Undan keyin mana kelib multillab turibdi-ku. Kursdoshimiz. 4 yil o'qigan. Undan keyin kallaga qo'yib, shu internet tarmog'iga mana shu bilan birga harakat qilib, ish qilib xalqimizga foydali narsalarni chiqarishda davom etyapmiz. Agar xalqimizga yoqayotgan bo'lsa, o'sha gap. Qaysi yo'nalishda o'qigansiz? Bizdan so'ramagan yo'nalishimizda. Yurayam vizasida. To'g'ri, hozir mana shu yoqda hamma institutda o'qigan. Yo'q-a? Lekin umuman hech kim o'zi yolg'iz emas ekanmiz, sog'ay. Ko'rding? Sen u xafa bo'lyaptimi? Biz yolg'iz emasmiz. Ish qilgan. Diplom foydalanyapsizmi? Diplomdan aka sandiqni tagiga tashlab qo'yganmiz, hech kim o'g'irlab ketmasin deb. Yasha. Lekin men diplom foyda bergan akajon. Shu aynan shu keliningizni olayotgan paytda shu aynan qayerdan shunday qaradi, dedi. Simichga purish dedi. Desam, men o'qiganga beraman. Mana pas ketmam. 1 minut dedim. Mashina shunday diplom darajokdan olimda sharaq topdim-ki. Nima deyapsiz dedim. Biz olaman deb simichgachi. Izvasa, что ли, qayerdan dedim. Olaman simichgachi dedim. Bo'ldi keyin Qizim sizniki dedilar. Qizim sizniki bemalol dedi. Kuyov dedi. Faqat ehtiyot qiling dedi. Bo'ldi dedim, tog'lar ehtiyot qiling savdoga. Tirikchilikka-da. Ana shunday qilib yuribmizda mana. Yo'nalishimiz aka geologiya va konchilik ishi. Neftgaz fakulteti edi o'sha paytlar. Keyin ajralib chiqdik. Yo'q, lekin aka, bitta narsani bildim, hozirgi momentda. Aka, noshukrlik bo'lmasin. To'g'ri, sal qimmatchilik, narx-navo oshgandir, narsa qilgandir. Hozirgi momentga aka, meni fikrimda bu. Harakat qilsangiz pul topasiz. Aka, Shunday. to'g'risi u davlatimizga, rahbarimizga paxta qo'yish emas. Hozir ham masalan bizning ishimizdan tashqari minglab ish bor. Faqat sal miya bilan shug'ullanib, shiqdi. Odamning o'ziga bog'liq. Harakat qilsangiz topasiz hozir. Aka, diplom shart emas. O'zingizga bog'liq, aka. Odamlar borki, aka siz shunday deysiz, oddiy muzni pul qilyapti. To'g'rimi yo'qmi? To'g'rimi? Yo, noto'g'rimi og'aymi gap? Boya sotib oldik. Mana operatorimiz hozir. Boya sotib oldik. Boya sotib olishdi operatorimiz. Muzni pul qilyapti. Miyashlarga, kallashlarga muzni pul qilyapti. Agar o'zingizga harakat bo'lmasa borki, shu faqat davlatdan, hayotingizdan nolib yashayverasiz. Shunda U aka bo'lmayapti deb, aka harakat qilsangiz yaxshi yeysiz-da. Agar harakat qilmasangiz qanday yaxshi yeysiz? Miya shug'ullantirsangiz bo'ladi aka. Qarsillab pul kelyapti aka, qarsillab. Odamlar mana aka oddiy sut mahsulotidan aka sut to'g'ri magazinga sotsa sotiladi. Sotmasa shunday qaytarib olib kelyapti, smetana qilib beryapti, achitq qilib aka. Smetanani ham agar sota olmagan taqdirga aka shunday yana qayta zavodga olib kelyapti aka. Ana o'sha senni parcha ishlab beryapti. To'g'rimi yo'q? Hech qachon o'g'il qilmayapti. U qimmatlashib ketadi yana, bilasizmi? Hamma narsa aynigan qimmat bo'ladi deydik. Aka. Mahsulot qanday qiladi? Shunday aka. Zo'r aka.
miya ishlash kerak faqat. Shug'ullanish kerak. Faqat hozir mana bu yoqda negativlarga o'zi bunday deb san paxta qo'yapsan deb deyishi ham anaqa qilib qolamanda. Gapirsam gap-ku. Shunday. Shu boshiga boshlashingizdan avval negativlar qanday ko'p bo'lganmi? Sizga ishonmaganlar masalan, ustingizdan kulganlarmi yo qanaqadir ishonmaganlar, hammani ustidan kulishadiki bilsangiz, internetga birinchi chiqqan paytda ishonmaganlar bo'ladi, masalan, oshna og'aynilar yoki qanaqadir anolar, notanishlar shunaqa sizga ishonmay ijodingiz ustidan mana shunaqa anaqa qiladiganlar, ishonmaydiganlar bo'ladi. Muvaffaqiyatga erishishingizga ishonmaydiganlar, umuman olganda, qisqa qilib aytganda. To'g'risini aytay, aka, shu birinchi bizani rejani aytib beramiz sizga. Planimizni. Mana shu og'aynim, yana bitta qadrdon akam bor. Islombek degan ismi, Sharsabizda. Ana shu kishi kallani bitta qildik, aka. Reja, maqsad hamma narsani tuzdik. Aka, siz u ham simichkachi aka. Islom aka ham simichkachi. Mana shu simichkani sizlardan olaman dedim. Aka, mana shu mahsulotni mana shunday qilib ishlab berib, aka brend qilib taxlasang dedim. Faqat bu brendni dumma yog'li simichka qilib ataymiz. Mahsulotni eng sifatli zo'ridan tiqib sotuvga chiqaramiz. Qanday chiqaramiz? Xalqqa qanday bildiramiz? Aka, mana shu narsani dedim. Toshkentdan boshladik. Toshkentdan. Vodiy. Aka, undan internetga shu oldin brend chiqmasdan oldin hammani ko'ziga ko'rindiki, keyin odam qiziqdi-da. Boshqa viloyatdagi insonlar qanday bizani kutib olayotgan, taniyotganmi deb qiziqdim men aka. Risk qildik-da, risk, tavakkal qildik biz. Xullas, hashti 150 millionlik simichkani aka 3 mashinani, 4 mashin simichkani oldik-da aka, ketdik. Toshkentdan chiqdik, Toshkentdan chiqqanimizdan keyin bepul tarqatdik simichka. Xullas, bizani tanisa, o'shani o'zi katta baxt. Xursandmiz aka. Shukr qilamiz aka, Xudoga shukr aka, Toshkentning o'zidan ham hamma viloyat to'g'ri ekan aka. Post qo'yib bordim, qadrdonlar, ertaga Xudo xolasa Toshkentga bo'lamiz biz. Kimdagi aynan bizani sevishga, o'zimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol mana shu adresga bo'lamiz deb post qo'yib ketdi. Vodiyda aka 4 ta, Namangan, Andijon, Qo'qon, Ashila bordik biz aka, Farg'ona bordik. Aka, nimasam, hurmat endi qolganlarga qanday bilmadim, lekin aynan o'zimizga dummayo'li simichkachining kollektiviga hurmat Toshkentga, Vodiy tarafga qayerga borgan bo'lsangiz, Samarqandmi, zo'r bo'lgan aka. Nolisa ko'zimiz ko'r bo'ladi. Addu shu hurmatimizni qilib qo'ydi aka. Joyiga qo'yib, normalni muomala bilan sog' xayrlashib ketdik aka. Ana shuni orqasidan mana shu dummayo'li simichkani yaratib tayladik. Undan oldin aka bu keyin simichkani yaratdik-ku. O'sha payt odamlar ketmaydi o'ylashdim. Shunday og'aynilarimiz, tanishlarimiz bor edi. O'zi ana qiziqmaydi-da. Ana endi bugungi kunga kelib Xudoga shukr og'zimiz yog'li nonga kelgandan keyin shunday odamlar keldi, og'aynilar, tanishlar 2 pachka dollarlarni oldimizga qo'yib, mana shu viloyatga simichka yetkazib berma. Aynan meni qo'limdan o'tsin, men orqali borsin odamlar edi. Tushunasizmi? Bu 2 pachka dollar sanga qorab degani emas u. Prosta ana shu 2 pachka pulni 2 pachka pulni oldi. Mana shunga yarasha pulni oldindan berib qo'yamiz, menga mahsulotni beryapti. Endi oldinlar aka, undan oldin bizga mana shu mahsulotimizni iltimos qilib, choq ko'ringlar, ta'mini ko'ringlar deb yetkazib borgan insonlar bor-da. Ularni hurmatsizlik bo'lib qoladi-da, masalan, uni puliga qiziqib qolsa. Bu 2 pachka emas, aka, yarim pachka, endi bir 20 million, 30 millionlik olyapti-da, sotib o'zini auditoriyasini kengaytirib olyapti. Endi bu kelyapti o'rta joydan, endi simichka tanilib, ta'mi yoqqandan keyin menga beryapti. Endi u bo'lmaydi-da. Mana shunday insonlar ko'rasizmi? Ishonch bildirmagan insonlar keyin o'zi buni ana bo'lgandan keyin oldingizga kelyapti. O'zi ko'p bo'ladi aka, mana hozir masalan to'g'risini aytay, sal bir xalq tonigan, el tonigan insonlarni oldiga kelib borib, masalan sizni oldingizga kelib priklaga qilmayapti-ki, siz iltimos qilyapsiz. Lekin sizda masalan mana shu auditoriyalaringiz, mana shu anolaringiz ko'tarilib ketgandan keyin aka siz borishingiz hojati yo'q, sizni oldingizga keladi. Zamon shu-da o'zi aka. Shundayda. Hamma o'zini zamoni bor. Zamon shu aka. Zamon shu. Shunday bo'ladi-da, mana shunday gap aka. Ko'zimga ham yosh keladi. Qayg'uli gap gapirmaylar iltimoslar. Motivatsion aka. Kim trendga bo'lsa, значит, shundan ketdan yuguradi demoqchisizda. Yo'q, trend emas aka, u trendni qo'ying. Aka, trendni barcha yosh katta insonlarimiz ko'ryapti. Gap trendga emas aka. Kim hype'ga bo'lsa, umuman. Yana shunday jaydarcha tushuntiradi aka. Sizni zamoningizda, sizni kuningizmi?
Sizga salom alaykum ko'p bo'ladi. Shunday. Tushundingizmi? Zamondan sal pastga tushing, aka. Siz keyin borasiz. Davringiz kelsa Davringda deydi. Davringni surib qol degan davr bo'lsa, Shunaqa. o'shani aytyapti. Shunday aka, o'sha paytlar aka mashinadan ne qilib o'taydi odamlar. Ne qimmat mashinalardan даже deraza ochgisi kelmaydi. Shunda ne qilib qo'yadi? Qo'ldan ko'tarmaydi. Ham ne qilib qo'ygan odamlar bor-da, kallasini qilib. Hozirgi kunga aka Xudoga ming qatla shukr qilaman aka, borya yetkazganiga shukr qilaman. Shu insonlar shunday chakka oladi mashinani. Bekzodjon qandaysan? Salom alaykum aka. Qandaysan? Zo'rmisan? Malades, omading bersin deb salom alaykum. Nima degan savol bor-da aka? Endi hamma ham emas aka. Hammaga tegishli emas. Ba'zi bir insonlar bor-da, manfaat. Tushundingizmi? Manfaat bu. Endi men aka shuni o'zgarmagan insonlar borki, ular uchun men jonim beraman aka. Jonimni beraman aka. Shunday o'zi mashinadan tushsa aka, men tushmay akajon deyman. Bezovta bo'lmaydi. U insonlar kelar-ki, ko'ksiga qo'yib bu deydi-ki, manfaat bu aka, sal gapni olib qochgan payt mana odam biladi-ki bir narsa. O'zini foydasiga gapirib ekan. Aka bo'ldi, siz bilan aloqaga chiqaman, bog'lanaman deyman, telefon qilaman deyman. Yo'qsa ertaga ko'rishamiz deb qo'yaman. Aka, mana masta bo'raveraman-da. Shunday, zamon shunday aka. Zamon shunday aka, shunday-da. Mana bu ko'p videolaringiz masalan moshin bozorida chiqa olinadi, ko'p videolaringizda sizda asosiy tochkangiz shu moshin bozorida ichigami yoki butun shahar bo'ylab sotasizmi? Qanaqadir boyagi tochkalaringiz bormi? Set bo'ladi-ku, bunday marketing set bo'ladi bilsangiz. Xuddi hamma joydan tochkalari bo'ladi. Yangi bozor, eski bozor masalan. Yo'q. Aka, endi nima desam? Xudoga shukr, bizning mana bu tirikchiligimiz aka, astamnoy masalan qayerga borishimizdan qat'iy nazar u tochka yo'q. Moshin bozor. Qayerga odam gavjum bo'lsa, aka, qayerga kattaroq tadbir bo'lsa, bayram bo'lsa aka, o'sha yerga borib aka, ja katta foyda qilishga emas maqsad. Maqsad mana shu, aynan o'zimni toniydiki odamlar. Ana simishkachi deydigan payt aka, o'zim mahsulotimni ta'mini odamlarga bildirish, tanishtirish. Shunday aka, shunday. Shtobi aka, mendan ta'mini bilib ketgandan keyin odamlarga aytaman har kun, aka, dumma yog'li bu, dumma yog'li. Magazinlardan so'raydi har doim aytaman. Shtobi aka magazinga kirgan payt, aka, dumma yog'li deydi, bor ekanki deydi. Tushundingizmi? Ana shu, maqsad shu. Bu tadbir qayerga bo'lishidan qat'iy nazar aka, farqi yo'q menga. Viloyat, joy, adres tanlamayman, ketaveraman men. Chunki aka, shu O'zbekiston territoriyasidan chiqmayman, yuraveraman qayerqamsa aka. Chunki hammamiz o'zbekmizki, tilimiz bir xil aka. Masalan, Xorazmga borsangiz ham sal cho'zib gapirgan bilan o'zbekcha gapiradi. Bir xil, tushunadi. Oddiy gapirib borsangiz ham oddiy sal bunayroq bo'lgani bilan tushunasiz, bir-biringizni tushunasiz aka. Shevada ular. Shevaga sal bir-biridan farq bo'lishi mumkin. O'zbek tili. Ha, u anonisi yo'q. Qaysi viloyat bo'lishidan qat'iy nazar aka, ish qilib yaxshi. Hurmat qilsangiz hurmat qilar aka. Agar hurmat qilmasangiz o'zi bilar keyin. Chekka olib borib. Deysiz aka. Men bitta videosingizni ko'rdim aka. Bu proyekt yo'q edi u paytda. Aha. Qishloqqa ekanmi? Siz mashina sotib oldingiz. O'sha mashinani ichidan video olib qo'ydingiz. Hozir dedingiz, men shu mashinani ichida o'zimni g'alati his qilyapman dedingiz-da. Qishkami? Bilmadim, mashina olgan kuningiz menimcha. AI deydi. Ha? AI deydi. Siz o'zimni g'alati his qilyapman. Men bunaqa mashinani haydamaganman. Hozir dadamni oldilariga borsam qanday kutib olishlarini ham bilmayman. Yo'q, o'sha do'kondirsiz aka. Ha? O'sha do'kondirsiz. Yo'q aka, men sizdan anchadan beri kuzataman. Ha? Yo'q, Kia brend yo'q edi deyaptilar. Yo'q, brend bor edi aka. Bor edi. Brend bor edi. O'sha paytda men o'yladim, bu inson dedim, PR qilyaptimi, hype qilyaptimi bu gapi bilan yoki dedim, haqiqatdan yuragini ochyaptimi dedim, lekin mana shu savol yuragimda qolib ketgan. Mana shu savolga hozir sizdan javob olmoqchiman. Endi qaysi gapga bog'liq aka? Men qarang, eslataman sizga. Siz mashina haydab ketyapsiz. Kiyani yangi olgansiz menimcha o'sha paytda. Aha. Mana birinchi marta uyga haydab kelyapman. Bunaqa qimmat mashinani birinchi marta haydayapman dedingiz. Yo'q. Siz uyga kirib kelishingiz, masalan, birinchi marta uyga kirib kelishingizni eslab ko'ring. Men aynan shaxsan o'zim ko'rganman shu videoda. Yo'q, aka, birinchi
u qimmat mashinani minib kelishim aka to'g'ri dadamni savdo qilayotgan joyga olib borganman-da. Yo'q, dadangiz savdo qiladigan joylarga olib borgan bo'lishingiz ham mumkin. Dadamning yonlariga olib boraman degansizda. Ha, uni aka, u padarkalarni aka. Uni desangiz to'g'ri keladi. U masalan avtosalondan olib chiqib aka shaxsan o'zim olib keldim haqiqatan. Ha? Shaxsan o'zim olib keldim aka. Endi nima desam? Aka, endi birinchi martada dadamga bunday narsa sovg'a qilishim. Qimmat narsa aka. Dadam ham to'g'risini aytsam, bunday qimmat narsalarni biz o'zimiz hali his qilib ko'rmaganmiz-da aka. Dadam ham his qilib ko'rmagan. Endi hayajonlanasiz-da, to'g'rimi yo'qmi aka? O'sha xarid qilgan avtomobilimni aka, boshida agar bunday ishlasam, juda ko'p ishlashim kerak-da. Shuni Xudoga yetkazganiga shukr, xalqimizga rahmat. Shu darajaga qadrlab qo'ydi. Dadamga shunday sovg'alar qilishga ham sazovor bo'ldi. Chunki men o'shanda aytdim, bu PR ketdimi yoki haqiqatan bo'ldimi degan savol tug'ildi-da. Mani har bitta og'zimdan chiqayotgan gap aka hech qachon yolg'on gapirishni o'qtirmayman. Yolg'on gapirib nima qilaman aka? Sizda allaganim bilan tepadagini allolmayman. Yo'qsa mana bu yoqqa to'rtta qarab turgan tanishni allolmayman. Sizga masalan yolg'on gapirganimni mana bu yerdagi tanish asta ayta og'ayni deydi, qo'ysangchi deydi. Aka men hozir qo'rqqa sizga yolg'onni maqtab ketsam bo'laydi-ku. Unday qilganman, bunday qilganman, bunday bizneslarim bor, prosta unday edi. Bunday qilaman, har kuni ertalab sut ichamiz. Nima qilaman yolg'on gapirib aka? Shunaqa. Shu noldan asta-asta sabrlik bilan qiyinchilikdan ko'tarilib, shukr qilib kelganmiz aka. Mana shunda hozir ham masalan zo'r bo'lib ketganim yo'q. Xudoga shukr, nolimayman aka. Qornim to'q, ustim bo'ldi aka. Qo'limdan kelgancha foyda qilganimni ba'zi bir qismini ehson qilaman, yordam qilaman aka. Shunday qiynalganlarni o'zimizdagi insonlarni qo'llab-quvvatlayman aka. Shunday-da aka. Asta-asta bo'laveradi. Yurakdan chiqqanda o'sha gaplar to'g'ri. Aka yurakdan samimiy aka, men hech qachon bunday anov gapirmayman. To'g'risi-da. Chunki bir ko'rgan bo'lsangiz ham aka, oddiy o'yimizni ko'rsatganman. Shunday. Manticha bilan ko'rdingizmi o'sha videoni? Ko'rganman. Ertalab. Kechga. Ro'za payti ham qo'ygansiz biroq. Ramazon oyi. Saharlikka qo'ygansiz. Shuni deyman, saharlikka qo'ygansiz. Operatorım og'ayimni bir go'sht tandirga olib boraman degan videom qo'ydim. Sen bir tandir yema. Sen bir tandir yeganingni hammaga ko'rsating deb qoldi bir payt. Janjal bo'lib ketdi kommentariya. Yo'q, janjal. Negativ yozdi alasdan. Juda ko'p yozdi. Keyin bu operatorga aytdim, ikkinchi tandir yeyman desang tishingni sindiraman. To'g'risi. Undan keyin o'yga bordim va qadrdonlar sizlar bir yegan tandirimni og'zimdan dedim sug'urib olinglar. Mana biz qaytdik dedim. Bizlar dedim borimizdan uyalmaymiz. Mana boricha dedim. Onam bugun mantiq yegan, mana charkichalari, mana choylari dedim, salatlari deb ko'rsatdim. Bizlar dedim, unday zo'r ketganimiz yo'q, unday negativchilar dedim. Yo'q, qo'zg'olonchilar dedim. O'zlaring kelaveringlar, hali joyiga turibmiz dedim. Hali ham oddiymiz dedim. Keyin sovutdi aka negativchilar. Bo'lmasa aka, bo'lmasa yer bilan bitta qilib beraychi dedim. Haqqim yo'qmi bir tandir yeyishga demaysiz? Yo'q, qiyin ekan, yeyolmayapmiz. Aka biz hali tayyor emasmiz tandir yeyishga. Yeysa ham ara-ara, xudoy, to'y qo'ylar aka, keling yo'q oldan aka. Turgan paytda o'zimni qilib qo'ysa, bo'ldi, birov bilmay qolish kerak. Shunday qo'ldi zalda. Xudodan keyin qo'ysa ham gap bo'ladi. Nima qo'rqaman aka. Keyin aka hozir boya ikkalamiz gaplashdik, yo'lda gaplashdik-ku. Shaxsan shu mavzuni ko'tarishimiz kerak deb o'ylayman. Qaysini? Mana kimdir qiynalib yotibdi, lekin bitta bloger kelsa hammalaring to'da bo'lasizlar. Lekin kimgadir yordam kerak bo'lsa, hech qaysilaring yo'q bo'lasizlar. degan ma'noda aytdingiz-ku. Uni aytmang aka. O'zingizga dushman ko'paytirasiz, qo'ying. Yo'q aka, do'st, dushman. Yo'q, mayli, men chidayman aka. Men kano qilaman. Siz endi rivojlanayotgansiz, auditoriyangiz endi kengayapti aka. Ochilmas, gul ochilmas so'm qolmasin, tug'ilmas o'lli yo'q deydi-ki. Mana shunday qilib bermasin aka. Yo'q aka. Bizdan auditoriya aka, bizani odamlar moslashgan, lekin sizda auditoriyangiz yo'q ketmasin deyman. Aka shuncha mehnat qilyapsiz, narsa qilyapsiz. Menga farqi yo'q, boya aytdim haqiqatan ham. Gapirib telaveramiz, orqamdan qo'shilaman tursangiz aka. Bemalol biz gapiraveramiz, bemalol. O'zingizga qiyin bo'ladi aka. To'g'risi-da. Har narsa endi tilim bor ekan deb men bu she'r qilib aytib tashlay olmayman. Yo'q aka, baribir shunaqa turtki bo'lsa aka. To'g'ri, bir marta yomon ko'rinishingiz mumkin, xuddi negativlar yomon ko'ringaningizda. Lekin uni baribir oxiri
kimnidir qaysidir tomonga yaxshi tomonga o'zgartirishingiz ham mumkin-ku, to'g'rimi? O'ylab ko'rish mumkin o'sha odam. Mana shu inson to'g'ri aytdi, o'sha yerda men ham bor edim deb. Endi aka o'zini miyasi bor ularning. Endi o'sha o'zidagi miyani ozgina boya aytdim sizga, muzni pul qilib sotyapti, suvni muz qilib pul qilib sotyapti. Qarang aka, shu miyasi ishlaganki, shunday qilib biznes qilyapti. Endi u bemiyalar emas, qiziqmayman. Omading bersin deyman, bos deyman. Aka, ertaga u siz aytgan insonimiz keladi, yana ko'tarilib, ana shunday insonlar ko'taraveradi aka. To'g'risida, ana shunday insonlar ko'taraveradi. Bunday odam aka, masalan, men vaqtimni, daqiqamni aka qizg'onaman. Kerakli inson bo'lsa, aka, oldiga borib to'rtta yuring, assalomu alaykum deb hurmatini qo'yib, choy-poy qilib aka, chiroyli dildan suhbat qilib keladi. Lekin shunday qarayman aka, qiziqmaydigan insonim bo'lsa bormayman. Bo'lmaydi-da u. Qiziqadigan inson emas. O'zi, mana shu Qashqadaryolik blogerlarning ichidan birortasini qiziqib kuzatadiganlaringiz bormi yoki do'stlaringizmi? Men olganda endi blogerlar bir-biri bilan tanish bo'ladi, qanaqadir ish jarayoniga ko'rishib qoladi. Birga reklama oladigan payt yoki bir nimalar payti ko'rishib qoladi-ki, baribir svязь bo'ladi. Shunaqa do'stlaringiz bormi birorta yaqindan taniganlaringiz? Endi Qashqadaryo aka blogerlar aka ukada gap, aka hammasi bir-biriga suyashadi. Hammasi bir-biri bilan yaxshi aka. Bir-biri bilan salom alaykum. Shaxsan men ham masalan ko'pi bilan salom alaykum bor. Yordam so'rasa, yo'qsa mana shunday qilaylik desam yo'q demayman. Men ham yordam so'rasam yo'q demayman. Yaxshi. Shundayda, masalan, lekin Qashqadaryoga men bitta narsaga e'tibor qildim-da, masalan, blogerlarning mana shu jamiyati bo'ladi, communitysi deydi. O'shaning ichida masalan 2-3 ta blogerlar birga yig'ilib video olganlarini yoki qanaqadir bir kollaboratsiya qilib bir kattaroq proyektlar qilganlarini, hamjihatlik bilan, do'stonalik bilan qilgan narsalarni kam ko'ramiz-da, masalan-da. Ana shunday narsalar. Hamma tarqovda. Hamma tarqov qanaqadir. Hammani o'zini kiymasi bor, tushunabsizmi? Masalan, bitta kiymaga suzmaydi-da, masalan, blogerlar. Mana bu toshkentliklarga e'tibor qilsangiz, birga videoga olishadi, birga videoga olib narsalar qilib, masalan, Ali ham bor bilsangiz, masalan, qizlar bilan qo'shilib kollaboratsiyalar qilib, qanaqadir качественный kontentlar qiladi. Bir-birini ko'tarishga ham yordam beradi. Ayniqsa Buxoroliklar bor-ku. Buxoroliklar deyarli hamma bloger bir-biri bilan kollaboratsiya qilganda. Bizda shunday bloger bormi hozir? Yo'q, bizga ham bering ha. Ikkita auditoriya qo'shilsa o'shanaqa kattaradi menimcha-da. Hozir bormi? Hozir yo'q. Ko'rganmisan? Kim bo'lishi? Yo'q, bizda hozir shunday darajadagi blogerlar bormi? Yo'q, aka, u darajasidan tashqari. Qarshini o'ziga. Qashqadaryoning o'ziga-da. Aka, mana nima desam? Endi Bobur Mansurov desam, yo'qsa ana Mo'min Life desam, ana baland bo'lib ketadi. Oddiy obidlar bor-ku, vodiyliklar. Obid kimdi? Obidjon Nasrdinov, Samarqanddan. Qarang, ana shunday blogerlar bormi? Shaxsan men masalan shuning darajasidan meni darajam juda pastda. Ular aka oylab gruppoy shug'ullanadi aka. Yig'ilib reja olib boradi. Bizning bir to'g'ri og'izli gap, lekin ular reja bilan ish qiladi. Shunday bloger bormi bizda? Lekin yo'q degan, to'g'ri aytdi. Shunaqa gigantlar yo'q-da bizga. Bizniki aka bor, yo'q emas, bor. Aka zo'r bo'lsa 40 sekundlik video qilib birdan tugatib qo'yayotganda, ular aka pashti 5 minutdan uzoq qilib video ishlab beryapti. Lekin odamlar qiziqib dalshi boradi shuni ko'rishga, bilasizmi? Shunday. Dalshi boradi shularni ko'rishga. O'shanday reja bilan kollektiv bloger yo'q-da aka, shunday blogerlar bo'lsa-da aka, hatto bitta bo'lsa-da ham aka, shu insonlar mana shu ko'zga tashlanayotgan blogerlarni tortsa bo'larki deyishim. O'zi yo'q-da hali bloger bo'lsa. Aka, o'zi siz ko'rayotgan, siz taniydigan hamma blogerlar aka biznes sohasiga kirgan. Biznes sohasiga. Biznes reja aka. Aytmoqchi bo'lganingiz shu, butun O'zbekiston bo'yicha taniqli bo'lib ketgan blogerlar demoqchisizda. Masalan, Xoliqjon ham Buxorodan bo'lsa ham o'zi butun O'zbekiston kuzatadi. Uni Miro gigant bloger bo'lgan. Xoliq ham aka birinchi boshiga Buxoroni o'zidan boshlagan. Shunday lekin.
qo'yxonasi bor edi aka. Shunday. Biz kuzatganman-da, qo'yxonasida Mana aka kuzatganman. hazil huzur qilib aka garangsirab anonisi bor edi. Oldida aka ana shappa turayotgan. Hikmatullayev. Ha, ana shu bilan ikkov aka hazil olib boradi. Aka o'shandan asta-asta bizaga ham qilsa bo'ladi shunday qilib. Aka bizdan chiqib keyin Toshkentga ketdi. Aka Toshkentga ketdi ular. Keyin o'sha auditoriyani, planni aka Toshkentga olib bordi. Yo'q, to'g'ri aytganingiz ham, lekin mana qarang, o'sha aytgan Buxorolikda Murod Buxarskiy, yana Murod Buxarskiyning bitta oshnasi bor, o'sha birga ishlashadi. Keyin Hikmatullayevning atrofidagilari bor. Hech qanaqa auditoriyasiz kelishadi. Men kuzatganman-da. Lekin normal, yaxshigina auditoriya yig'iladi. U Hikmatullayevning orqasidan ham emas asli. Asli o'sha yerda bir kishi bor, birga ishlashadi aka. Birga bitta narsani murosa qilib, bitta videoda olib chiqishadi. Yaxshi ijro qilibda. Endi kimdir yomon ma'noga tushunadi-yu, lekin menga yoqadi imini o'shalarni videolar. Menga ham yoqadi. O'shalarda bir kishi bor. Hammani ko'tarib tashlashaveradi. Zato aka bitta odat tortayotgan aka. O'sha bitta bo'ynini men turibman, bu yoqqa kelinglar deydigan odamlar bizda yo'q-da shu. Menimcha hozir ham 200-300 mingtalik auditoriyalar bir-biri bilan ishlasa, kollaboratsiya orqali bir-biriga o'tib normallik ko'tarib ketadi aka. Aka, qarang. Birinchi bo'lib men o'zimning fikrimda bu, qolganlarni bilmayman. 300 mingta bo'lam, 400 mingta birinchi bo'lib xalqda aka ko'nglidan joy olib qo'yish kerak. Men siz boshqani bilmayman, menga yoqadi deyapsiz-ki. Xuddi shunday inson bo'lish kerak. O'sha bloger ham 300 mingtalik. U masalan aka, unday inson bo'lmay turib, men bu kollaboratsiya qilganingiz bilan foydasi yo'qmi? Shunday deb o'ylaysiz. Shunday, men o'zim fikrimda aka. Balki to'g'ridir haqiqatan. Bizda endi qachonki aka bir zo'r Qashqadaryodan porlab chiqqan bloger bo'lsa aka, mayli qo'shib olmasin, shu maslahat berib tursa, bizankilar zo'r ketadi aka. Bizga talantli bachalar ko'p. Prosta aka tortadigan odam yo'q-da. Qanaqadir qo'llab-quvvatlash yo'qmi bir-birini? Yo'q, bir-biri bilan shunday poyga qo'yishadiki, poygani o'zi ham nekachественный deb qoladi-da, qanaqadir. Keyin ikkalasi ham qolib ketadi, tushunasizmi? Men shunaqa deb o'ylayman. Men shunaqa muammolar bor-da, haqiqatan bu ko'zga ko'rinadi. Endi biz ham bu operatorskiy tomonlama ham qarab olamizda aka sal. Kачество yana boshqa bir mutaxassis odamlar ham bor, kunduzi kelib ketib yurishadi. Shu boyagi aktyorskiy boshqa narsalar bo'yicha borlar ham bor. Aka, agar ikki kishini bitta qilsa yaxshi bo'lib ketadi. Lekin o'sha ikki kishi bitta bo'la olmayapti-da. Qisqasan bo'lam, demoqchilarki, mana talab qiladi-ku, o'sha odam yaxshi bo'lmagan taqdirda baribir o'sha masalan shu bilan qarab qilsam, bu shu obunachilardan menga obunachi o'tishi mumkin, ya'ni menga qiziqib qolish mumkin degan narsa. Ya'ni hamkorlik bo'lsa, yaxshiroq rivojlanadi demoqchi. Bilib o'tiribman, aka, bilib o'tiribman uni. Yo'q, biz mana usta bor, Samarqand. Bo'lsa kerak bilan ko'proq bitta video qilgan. Ko'rmadingizmi? Ko'rganman. Samarqand usta bo'lgani. Boss deb kelami, nima deydi? Mo'ylovchalik aka. Ko'rdingmi? Yo'q, mo'ylovchalik aka emas u. 3-4 kishi ishlashadi. Вечный ustachilik haqida video olishadi. Azamat, Abbos dedim. Azamat. Zo'r odam aka, zo'r odam. Anonsi yo'q, ko'ngilga kiri yo'q. Ko'rib qolaman, Buxorolik Sherzod aka ko'rgan bo'lsangiz, o'shalar bilan video oldik. Buxorolik Sherzod aka borki, sevamiz. Keyin mana millionga hozir chiqyapti-ki, kosmosdagi bachalar. Ha, kosmosdagi taniyman. Yo bir kon emas, Shahbozlar, Nodirlar bor. Kal rolik chiqadi-ku. Ana shular bilan video Nazullar. Video rolik qilganmiz aka. Bo'ladi aka, hech kim masalan oddiy misol bir iltimos qilib borsangiz yo'q demaydi. Aka, masalan, zvizdani yoqib, yo'qmasa, nima deyapsan, masofa saqla demaydi. Prosta aka so'rashda ham so'rash bilan farqi bo'ladi-da. Sal boshda egib, aka, chiroyli video qilsak bo'ladimi desangiz, aka yo'q demaydi hech kim. kibrlanmay. Yo'q, kibrlanmay. Oddiy misol, menga masalan birov kelib aka bitta video qilsak bo'ladimi yo'qsa, chiroyli video olsam bo'ladimi desa aka, yo'q demaysiz. Nima ketdi sizdan? Shunday, hech kim yo'q demay aka. Shtobi aka biza ham masalan shu yo'q demay aka shu darajaga kelganda biza yo'q desa uyat bo'ladi-da aka. Shunday degan. Lekin men shu e'tibor qilganim Qashqadaryoga masalan qolgan viloyatlardan vaynerlar chiqadi-ku, vaynerlar million, 2 million, 3 million anavlari bor, podpisklar. Lekin Qashqadaryoda vaynerlarni podpisklari, obunachilari kamda. Qashqadaryoga mana sizga o'xshagan kontent qiladiganlar bor-ku, masalan, o'zini yo'nalishi bor. Masalan, sizniki simichka bilan qanaqadir samimiy qilasiz.
400 mingdan ortiq anoningiz bor masalan. 450 ming. Ha, obunachingiz bor. Akmal aka motion sotadi. U kishiniki ham 400 qancha? U kishiniki juda ko'p. baland 700 ming 800 ming. 700 ming 800 ming bo'lib ketganda qarang, lekin Vaynerlarnikidan ko'ra mana shunday o'ziga xos uslub bilan chiqadiganlarniki ko'proq anov yiqqanda obunachi. Aka bitta gap aytaman, endi o'zimiz Qashqadaryodagi blogerlar xafa bo'ladi. Og'aylar xafa bo'lmanglar-da. Agar men o'zimni bloger, Vayner deb hisoblasam, bloger deb hisoblasam, men ko'pincha aytaman-da, men bloger deb hisoblamayman o'zim. Men o'zimni biznesim yo'nalishiga ketgan insonman deyman. Vayner bo'yicha ketsam aka, men hozir mana bu yoqqa o'tdim eşdim. Qashqadaryoga o'tdim eşdim. Aka, parramoy Toshkentga boraychidimda aka. Qanday qilib bo'lsa ham aka iltimos qilib aka videolarni olaverdim. Aka o'xshasa o'xshamasa shu to ko'tarilmaguncha qo'yaverdim videolarni aka. Shu katta ko'tarilib ketgan, hozir video ishlaydigan insonlarni olayman, masalan, ularning videosiga qo'shilmasam ham ara aka handoring deb aka mehnat qilyapti. Endi nima desam? Uni anov emasmanda. Mana masalan Akmal aka mashina savdosi ya, o'zini yo'li aka. Men simishka savdosi aka. Men masalan o'zim savdomda simishkani tashlab ketsam aka, men biznesim to'xtab qoladi. Ana yoqqa borib anolar bilan blogerlar bilan video olaversam aka, bu biznes keyin ishlab chiqarishim bo'ladi. Shuning uchun o'zim yo'nalishimga tegishli aka videolarni olib, aka xalqimizga foydali teyotgan xizmat qilib yuribmiz. Endi qolgan yoshlar ya, hozir chiqib kelayotgan blogerlar ya, yo'nalishlar, SMMchilar ya juda ko'p pulga qiziqmaylar. To'g'risi hozirgi o'zimizdagilar pulga qiziqyapti-da. Pul hozir masalan bo'lishi mumkin. Lekin pul ana obro' olib kelmaydi-da. O'zlaring birinchi ko'tarib olinglar, his qildiringlar xalqimizga. Pulni o'zi keladi. To'g'rimi? O'zi keladi. Birovda choyxonasini, birovda magazinini ham, birovda ishlab chiqarishga e'lanib yo iltimos qilib bormaysizlar. Aka, shuni yurtay, shuni olib borsam bo'ladimi deb e'lanmaysizlar ham, iltimos ham qilmaysizlar. Yo bo'lmasa mana bunday skidga ketyapti, bo'lmasa meni narxim arzon demaysizlar-da. Chiroyli bitta rezultatni ko'rsatib qo'ysanglar, o'zlari kelasizlar o'g'illariga. Ukajon, shunday ish boshlabsan. Mana shuni yurib qanday qilsak bo'ladi deb o'zi keladi. Qolgan blogerlar, qolgan SMMchilar, qolgan yo'nalishdagilar havas qilsin sizlarga. Nima deysiz? To'g'ri. Qo'rqa birovga raqobat qilib, ana 400 dedi, sen nima deysan desa, meniki bugun aksiya 300 bo'ladi deb. Unisi 300 deyapti, sen nima deysan, meniki 200 deydi, bunisi 100 deydi, aka oxir bittasi aytadi bepul bo'ladi. Bir ko'p bepul ishlaymiz, keyin pul olamiz deyshadi. Shunday aka. Shuning uchun iloji boricha o'zgarsin aka. Yana o'zi bilan. Men prosta do'stona maslahatim. Chunki hamma Qashqadaryoda qanday bloger, qanday yo'nalish bo'lsa, hammasini hurmat qilaman. Omadini bersin. Ular ham masalan tili baland chaqam ro'zg'orda yuribdi. Endi bir biza masalan sal bo'lsa ham shulardan agar kattamanda aka, ko'p masalan men taniydigan blogerlardan kattaman. Akalik maslahatda. Xudo xolasa, hozir vaqt bormi o'zgarish kerak. Keyin kech bo'ladi, ikkita uchta balali bo'lgandan keyin biladi deb. Endi baribir shu akalik maslahatni bersa, o'zim bunday olib qarasa, baribir hammamiz aka-ukadek gapmiz. Hamma Qashqadaryolik. Shunday. Yoki shu umuman O'zbekistonlik desak ham shunday. Ha, shu aka-ukamiz. Mana shu Instagram akkauntingizga masalan reklama olasizmi o'zi? Hech men videolaringizda ko'p reklama ko'rganim yo'q. Ko'zim tushmagan ekan. Hozir hayolimga kelyapti, hech reklamalarga ko'zim tushmagan ekanda. Ustozga berdinglarmi savol? Hozir reklamadan keldim dedilar. Yo'q. Ustozga berdinglarmi savolni? Ustozga. Akmal aka ham? Ha, berdik. Ustoz nima dedi? Shu reklama olmayman dedilar. Reklama olmayman dedi Akmal aka. Reklama Ustoz olmaydi ekan. Yo biz olamiz zararli. To'g'risini olaman. Reklama olmayman, nima qilaman yolg'on gap. Shu blogerlarni ko'pini masalan sizning o'zingiz shaxsiy biznesingiz bor, blogerlar, lekin ko'pi shu reklama orqasidan tirikchilik qiladi-da. Blogerlar ko'pi. Menimcha, siz ham agar ora-oraga shu qiziqarli qilib reklamalar olib tursangiz, qo'shimcha doxod bo'lsa yomon emas menimcha. Agarda kimdir prinsipi bo'ladi, endi mana Akmal akaga o'xshash, umuman reklama olmayman deydi. Kimdir prinsipi bo'ladi-da. Endi o'zini yo'nalishi bor. Aka masalan kimgadir shu topolkoni masalan normalni stoyt qilayotgandir. Aka endi men o'zim qaniydir olaman, xullas, eg'ini aytayotmay. Hech qilib normalni so'may gaplashaman.
aka. Bo'lsa bo'ldi deyman, bo'ldi desa qo'yaveramiz. Qancha примерно endi masalan qiziqarlida men Instagramga post qo'yib berishingiz qancha normalniy qilib videoga olib birorta narsani reklama qilib berishingiz. Balandroq. Normalniy ish qilib aka uni sir bo'la qolsin. Oshkora o'rgatmasin. Keyin o'zi tarqab ketadi, 130 stavkasi shuncha Yo'q, yo'q. Men so'radim bu kishidan. Bu kishi menga aytdi. Men ham ayta olmayman. Endi o'zi aytmagandan keyin bu kishini. Lekin Qarshida unaqa status yo'q. Shunda Men Qarshida kimdir o'shancha summaga reklama qilganini eshitmaganman. Balki bu yaqinlarda eshitmasam ham kerak. Shuncha ara-ara ko'raman deyapsiz-ku. Shuncha har doim chiqavermaydi-da. Shu bitta sen ham belgilayman aka. Bo'lsa qo'yaman. Yo'q desa chiqamayman. endi har kun qo'yayotsangiz ham nima deydi? Odamlar medasi yo'q qoladi. Shunday. Endi xalqimiz aka bizdan semishka orqali, hazilomuz gaplarimiz orqali tonigan-ku. Reklama orqali tanimaganda. Shunday. Qachonki xalqimizga foydali narsa bo'lsa, mana anons tesa, aksiyali, skidkali joyi bo'lsa, shu kuzatib boruvchilarga foydali bo'lsa, shunga ham o'ylab ko'ring. Ya'ni adam mana bu pulni oldida tungi klubda reklama qilib, yo'qsa qumorda reklama qilib desa qilmayman. Chunki u ahmoqgarchilikda. Foydali narsa bo'lsa qilaman. Xalqqa bildirish kerak shuni. Bezorjon ayting desa, shuni biroz aytib beraman. Kim bilmagan odam qolmaydi hech qachon. Shu reklamalar orqasidan aldangan vaqtingiz ham bo'lgan birortasi, masalan, reklama qilib ber, menimcha beraman deb oxirida bermay qolgani yoki dogovordan qochgani yoki umuman mana shu biznes birortasi tovar berib, krupniy miqdorda tovar bersangizda, keyin aldagan vaqtlari ham bo'lib turadimi mana shu holat? Unday narsa aka, to'g'ri aytsam, mani aldonmay. Yo'qsa pul bermayman deb o'yin qilib qiyin masala bu. Chunki nima desangiz aka, shu men bilan ishlagan, yo'qsa reklama pul beraman deb bermagan u narsa bo'lmaydi. O'zi ham his qiladi aka, qanday u masalan meni ahmoq qiladi, aytadi, to'xta deb Bekzod dedi, men mendan hozir bitta telefonni ko'tarib, qadrdonlar mana shunday aldanib qoldi desa, yer yorilib men kirmayman, biznesim o'ladi deydi. Aka o'zi his qiladi. Unday holat aka birinchi porlab chiqayotgan blogerlar yo'qsa birinchi mahsulotini bozorga olib kirayotgan insonlar bo'lsa, ko'p aldov bo'ladi. Oldindan ishlayotgan biznesmenlar yo'qsa oldindan ishlayotgan blogerlar bo'lsa, ular aldonmaydi. Chunki his qiladi-da. Eski bo'rlar. Qiyin masala aka. O'zi minusga kirib ketib qoladi. To'g'risi-da. Shunday bo'ladi. Hayot shunday. Yana nima savol aka? Suslashib qolinglar, cho'ta bir. Qanginsizlar. Sizni eshitdim. Uluslar qo'rqasizlar-da. Yo'q, nima mana buni ochib qo'yganman, xalq uchun, xalqimiz uchun, vatan uchun, elim uchun. To'tta men yana shug'ullantirib olayim ha. Bir gap bo'lar-da. Sizlar zerikishib qolsin ularni. Yo'q, maza qilamiz aka. Qanday his qilyapsiz o'zingizda hozir to'ttadan keyin? Normalmi? Ichingizda nimalar o'tyapti hozir? Nima odam qanaqadir Normalmi? давление ham ko'tarib, O'zgarish bo'ladi, o'zgarish bo'ladi. Hozir mustaqil boshlaysiz 5 minutdan keyin. Qarab turing. Uyqudan ochiladi yana. Ha, ketding aka. O'zi ko'z uxlasa ham miya uxlamaydi. Uxlama deb turibdi aka. Miya o'zi bilan o'zi shug'ullanadi. Ketgan. Demak, shu simichga sotishga onangiz orqali kirib kelgansiz. Shunday. Asli o'sha poydevor o'shandan boshlanganda, to'g'rimi? Zo'r gap keladi deb aytayim. Ayting. Endi hazilda bu. Onam orqali kirib kelib, onam orqali kirib ketmasam bo'ldi. Bu biznes va nima deyman? Onam orqali kirib kelish shu biznesga, onam orqali kirib ketmasam bo'ldi. Sizlar uxlab qolayotganlarga bir kayfiyatlarni ko'taradi yonman-da aka. Qarang, men bitta narsaga ishonaman. Ota-onasidan duo olib yurgan odam nolga tushishi mumkin, minusga tushmaydi aka. To'g'rimi? Shunday. Ota-onasidan duo olib yurgan odam nolga tushib qolishi mumkin, lekin minusga tushib ketmaydi. Hayotim davomida ko'pchilikni ko'rganman. Shunday aka. Hech qachon ota-onani norozi qilsangiz, xalqni norozi qilsangiz aka, bir simni ikki sim qilaman deb allasangiz, 1-2 bo'lmaydi. O'zingizcha masalan kissangizga pulungiz ko'payishi mumkin, boy bo'laman deb yurishingiz mumkin. Lekin u sizni bir ko'paygan pul aka birdan minusga tortib ketadi. Qachonki bilingki o'sha kimnidir norozi qilgan bo'lasiz aka. Masalan, ota-ona ayta olmasligi mumkin sizni.
man noroziman deb siz farzandi bo'lsangiz aytolmayman, lekin ichiga bir tugib qo'ysa ham aka qiyinda keyin O'rganish qiyin. bir ko'ngliga tugib qo'ysa ham. Videongizga e'tibor qilsangiz, Instagramda shunaqa narsada ichidan bitta xatolikchingiz bo'lsa, kichkina odamlar seli videoni ko'radi, o'sha xatolikka e'tiboran qarata. Keyin o'shani kommentariyaga kirib yozadi. Kommentariyaga yozgandan keyin o'sha orqasidan aktiv yig'ilib, videolar rekomendatsiya chiqib ketib qoladi-da. Shunday. Odamlar asabiy o'ynash kerak deyman-da. Mayli. Bir gap bo'ladi-da. Ismingiz qanday ekan? Ishga zo'r aka. Zo'rmi? Bugun qolarmi deyman bir. Simsizga zo'r ekan. Bunga zo'r qilib qolasizlar hammalari. Yo'q, men Oradan bugun ham olib chiqolmaydi. ketaman, uydagilar ham maza qiladi. Simsizga zo'r lekin kino ko'rib, shaxsiy maza qilib, chotki. Savolni bering endi menga. Endi qarang aka. Hozir men ko'raman-da videolaringizga ko'p. Boyagi ehson yig'ish bo'yicha ham ehson qilinglar degan videolardan bor-da. Bo'ladi. O'shada masalan sizga qanday aloqaga chiqishadi yoki qanday kelib qolishadi? Ko'pchilik aytadi, biz Bekzod aka aloqaga chiqa olmayapmiz deydi-da ba'zida. Men o'zim shaxsan taniydigan odamlarim ham aytgan. Shu Bekzod aka qanday aloqaga chiqsa bo'ladi deyishgan. Lekin siz baribir yana kimnidir olib chiqaverasiz, baribir yaxshilik tarafidan-da. To'g'risini aytay aka. Endi hamma yaxshilik qilgim keladi. Lekin aka hamma o'zini misolidan kelib chiqadi deydi-ki. Bizda bir oddiy simichkachi aka. To'g'risida 100 so'm, 1000 so'm, 2000 qilib xalq ko'nglini olib aka yig'ib uydagilarni xursand qilaylik deymiz. Uydagilardan ortiqchasini xalqqa beramiz. Bu lekin bizga nisbatan ko'p aka. Hammasiga birdek muomala qila olmaymiz. To'g'ri, juda ko'plar masalan bizdan norozi bo'ladi. Bizani ham sal to'g'ri tushunish kerak-da. Bizda masalan katta biznes boshlab, har kuni 100 millionlab, 10 millionlab pul sanolmaymiz. To'g'risida, endi sanash nasib qilsin. Agar shu darajaga chiqsa aka, doimiy telefonlarni ko'taramiz. Lekin aka bizani ham bir xalq sal ozgina bizani shu ehsonga muhtoj odamlar sal to'g'ri tushunsin. Qo'ldan kelgancha yordam qilamiz-da. Endi bizdan ko'p narsa kutsin deya olmayman-da aka. Endi bir simichkachidan qo'ldan kelgan shu-da. Qo'ldan kelgancha yordam qilaman lekin aka, shu oddiy inson bizni xalqqa yetkazib, xalqimizga aytib. Chunki aka ko'p-da. Ko'p. Endi bizani ham to'g'ri tushunsa zo'r bo'ladi. Boshqa narsa deya olmayman aka. Mayli bizdan xafa bo'ladi aka. Bir xil videolarimiz kommentariyasi yozadi. Biza iltimos qilganmiz, telefon qilganmiz, ko'tarmagan deb. Lekin aka biza bir aytolmayki, savdogar, simichkachi. Biza savdo yo'liga, masalan, savdoga boramiz aka, bir xil joyga savdo qilamiz. O'sha payt hamma masalan birov masalan 10 minglik, birov 5 minglik simichka beradigan payt aka, "Ha, nima deysiz akajon? Eshitolman" deya olmayman-da aka. Mana bu yerda aka pul ko'tarib 5 minglik simichka beradigan odam qolib ketadi. Sen bo'lmasang boshqasi deydi. Bizani ham tirikchiligimiz bu. Faqat to'g'ri tushunsin deyman-da. Shunday vaziyatlar paytida ko'tara olmay qolamiz. Shunday. Shunday gapda. Tushunarli. Shu ehsonlarni yozadiganlar masalan ko'payib ketadi. Shuni qanday tanlab olasizlar ichidan masalan? Yo'q, uni tanlov bo'lmaydi aka. Mana oddiy misol aka, o'sha kuni bir farzandimiz og'ir bemor deb keldik-ku. Aka keldilar. Ha deb qo'yaverdim-ku. Ha deb qo'yaverdim, ko'rganmisiz videolarni, postlarni. O'sha insonni farzandi haqiqatan ham og'ir kasal. Oqqon aka. Akmal aka ham chiqarganda, o'sha bitta odam ha. Shunday. U inson aka xodim, davlat xodimi. Gap xodimi ham emas. Ertalab kelgan uyimizga aka men ishga ketganman, kechga kirib kelaman. Mana hozir o'tiribmiz-ku. Soat 1-2 ga kirib boraman uyga. O'shangacha kutib degan. O'sha aka. Uyga dadam taklif qilgan, kir degan. Choy ichib, abid qiladigan, yo'q, rahmat tog'a degan. Deb kutib degan. Qarang, och qoringa farzandi shuni kutib o'tiradi. Dadam aytib beradi, shu odam kutib o'tiribsan deyapti. Shuki uyga darvozani ochdi uydagilar. Ko'rdim-da, aka nima gap dedim. Shunday ukajon. Iltimos sandan
bitta ko'rgan dedi. Bordim, aka haqiqatdan ham 4 yoshli qizchasi bor ekan. Endi shuncha vaqt kutib o'tgan akani hurmatiga bordim-da. Bo'ldi aka dedim, bordim. O'zimni ham chunki 4 yoshli qizim bor. 4 yosh degani o'zimni qizim tasavvur qilib ketdim. U oqqon shunday kasallik ekan aka. Odamning immunitetini tushirib berar ekanda, sochini to'kib berar ekan, qoshlarini to'kar ekan. Bora sudurga berib qo'yar ekan, kam kuchib qo'yar ekanda. Ham shu falan oqarib ketadi deb eshitganman. O'sha narsani aka yuragidan, chestni yuragidan gapirib beryapti. Ukajon deyapti, oilayim shuncha deyapti. Lekin ro'zg'orimdan ortmaydi deyapti. Mana bu turgan uyimiz kvartira deyapti. Borimni sotdim deyapti, mashinamgacha sotdim deyapti. Mana shuncha o'zimizning xodimlar kollektivimiz mana shuncha pul yig'ib berdi, mana shuncha pul bo'ldi deyapti. Lekin doktor aytgan pul deyapti, undan biri ham emas bu pul deyapti. Bizning qo'limizdagi pul deyapti. Ha, men eshitdim $100,000 deganda. Shunday aka. Undan biri ham emas, mening qo'limdagi pul deyapti. Menga bitta alam qilayotgan deyapti, haqiqatdan ham-da. Alam qiladigan deyapti. Doktorlar farzanding mana shu $100,000 bo'lsa, davolab sog'aytirishda imkoni bor deyapti. Bo'lmasa o'zing bilasan, qiyin masala deyapti-da. Haqiqatan ham farzandini sudurga berib, mazasi qochib qolganlarni ko'rsatyapti-da. Bunday holat bilan o'zini taxlab olish qiyin-da, masalan, farzanding nobud bo'ladi degan gapni aytyapti. Har kuni yangingiz bilan yig'lab chiqamiz deyapti. Endi o'zi 4 yil masalan ardoqlab sizni quchog'ingizga katta bo'lib, kulib, o'ynab, kulib katta bo'lgan farzandingizni Allohim jonini olib qo'yaman desa, qanday holatga tushasiz? Shunday chim. Ana shunga endi bizda bir oddiy bir sababchi-da. Bizda sababchi. Buni endi olotgan ham, berayotgan ham tepadagi. Bizda bir shu narsani qo'limizdan kelgancha yordam qildik, qolganini xalqimizga yetkazdik. Xalqimiz kuzatib turayotgan, har doim tinmasdan laykni bo'lsa, malades deydigan insonlar ko'nglidan borini chiqarganini berdi. Mana-ki shu ehsonga, shu qizimiz uchun deb. Ehson qildi. O'sha miqdor mablag' hozirgi kunga 600 million pul bo'ldi aka. 600 million pul bo'ldi. Bu masalan bundan oldingi masalan to'g'risini aytsam, chiqarganimiz og'ir bemorlarni aka buncha pul yig'ilmagan. Qandaydir Xudoning bir sababchi qilgan insonida aka. Xohlasa yashaysan, xohlamasa mana peshanangaki bori deydi-ku aka. Peshanangaki bori. Endi bu yerga qiyin masala. Chunki hozir shunday insonlar bor aka, masalan, o'sha mablag'ni meni qo'limda emas-da, masalan, har doim sizni vaziyangiz yo'qmi, nechi pul? $30,000. Mana-ki. Sizga nechi pul? $40,000 men bera olmayman. Men qo'limdan kelganini, aka savdodan chiqqanini, ortganini, farzandlarim, oilamdan ortganini akajon mana-ki boricha qabul qiling deb beraman. Lekin $40,000 yetkazib bera olmayman. Ba'zi bir masalan shunday qilib taklif qilgan shu qiynalib qolgan oilalar masalan qo'yib bering deydi, shu mablag'ni yig'ib bera olmaymiz-ki. Bizdan xafa bo'ladi. Aka, bizdan xafa bo'ladi. Endi xalqda ham to'g'ri shuni kerak aka, bir kun bo'ladi, bir kun bo'lmaydi. Sababchisi Alloh aka. Shu Allohim xohlasa masalan, or qulim desa mana shunday darajaga yetkazib qo'yadi aka. Shu mana hozirgi akamizga umid yo'q edi. Hozir akamiz hozir shunday dadil bilib gapiryapti, motivatsiyani zo'r edi. Aka deyapti, endilar meni hech narsa, hech kim to'xtata olmaydi deyapti. Bir jonim, bir boshim. Farzandim uchun deyapti, kerak bo'lsa deyapti, Hindistonga chet elga borib, buyrakni ham sotishga tayyorman deyapti aka. O'zi kerakli qolgan mablag' yig'ilmasa. Lekin yarmini yig'dim-ki, 3 kun yonni menga deyapti. Umid uchoqlari yonni deyapti. Tushundingizmi? Ana shunday. Ko'rdim, lekin to'g'risi Akmal akani ham masalan oldiga bordik, yordam qiling dedi. Akmal aka ham yordam qildi, poddashka qildi. Shunday kerakli blogerlarni oldiga borgan bo'lsa hech kim yo'q degani yo'q. Meni vaqtim yo'q, yo'qsa meni ishim bor degani yo'q. men ko'rdim, Bobur aka Qurbonov bilan ham video qilgan ekansiz. Bobur aka malades aka. Bobur aka, menimcha Xudo xolasa sizdan keyingi mehmonimiz bo'ladi-da kuch. Yo'q, chaqiring. U inson ham ko'ngli ochiq. Birovga ozori ham tegmaydi, anavi ham qilmaydi. Shu o'zini hayoti borki, u kishini ham o'zini hayoti. Chiroyli gapirib,
dildan suhbat qilsangiz yaxshi inson u. Shu bilan o'zi Kibri yo'q-da. gaplashib qo'yganda bir joyda birga bo'lib qoldik. Men zaman bunaqa joylarga deganlar-da. Shunday. Zaman deganlar. Olishvormayman, yani tepalab taylamasman. Ayyo, endi baland gapirmaymiz-da. Ha. Ana tempga. Ha, tempga ushlab Tushundingmi? turamiz. Ha. Asab chiqarmaslik uchun. Qanday baland emasmi deb turinglar har zamon. Doza normalmi deb turinglar. Kelib qolmaslik uchun. Shaqdim, tam yurib olmam yoqqa. Yo'ldan bitta, undan bitta yutmayman. Ayyo, yo, nasib. Men qo'limdan bitta sho'rva ko'tarib borish keladi. Bekor qilibsizlar deb. Boshqa Bekor qilibsizlar? Ha, boshqa podishka qila olmayman sizlar. Ha, shunday. Ko'rishim, tempni ushlab, Ha. mana endi Bekzod aka hazilimizni ko'tardik-ki. Boburga ham bosaveramiz demaydi. Bizlar bir oddiy inson, u endi bir umrini sportga bergan bala u. Shunday. Men qo'limdan pepsini sepib o'xshamabdi deb ketishim mumkin. U unda demaydi, eshikni hammangni tepalayman. Shunday. Yo'q, videolardan lekin rostdan unaqa kibri yo'q, samimiy Yo'q, kibri yo'q. Kibri yo'q. videolardan chiqib qoladi. Rekomendatsiyalardan ba'zan o'zimiz kuzatamiz. Shunaqa insonlardan. Shunday. Kibri bor sportsmenlar ham bor aka. Men sizga aytaman, ochiqcha qo'rqmayman. Ana Connorda. Ha, yo'q qo'rqmayman. Ular bilan suhbat qilsanglar kibrda u. Shunday. Qiyin masala, sal. Kelmaydi-da, to'g'rimi? Chaqirsak kelmaydi. Qiyin u aka. Connorlarga kibr baland-da. Shunday. Ha, Boburlar kibr yo'q. Shunday. Kelasiz, ochiqcha do'stona siz bilan oshna bo'lganda gaplashib, chiroyli suhbat qilib ketaverasiz. Shunday, xudo xolasa. Shunday. Bobur aka eshitayotgan bo'lsangiz aka, siz keyingi mehmonimiz bo'lasiz. Nasib bo'lsa. Shunday. Yana nima savollar? Sizlar ishlaringga Boyaga aka qarang, men sizga aytibki, yana o'sha ota-onangiz bilan bizaga ham hammaga ham qiziq aka. Ota-onangiz bilan kechgan qandaydir qayg'uli voqea yoki quvonchli voqea yoki ta'sirli voqea, qanaqa voqealar bizaga bir aytib bering, biz ham bir maza qilaylik. Ota-onam bilan aka sizga aytsam, men boshdan aytib beraman, qarang. Noldan aytib beraman ota-onam bilan. Endi bu nolish, yo'nsa otani yomon ko'rsatish, oilani yomon ko'rsatish emas. Endi juda demasam, aka o'sha 2008, 2007lar o'sha payt aka hammani ham boshiga bo'lganda, qiyinchilik aka o'sha payt Qarshi shahriga aka biz vokzalda nonga o'chirib turaydik, qor bo'lib qolamiz. O'chirib nonga o'chirib turaydik. Ana shunday kunlarni ko'rganmiz, yoshligimizga aka ikkita non beray. Odam boshi ko'p bermaysin. Bir oiladan 2-3 kishi borilaydi. Oltita non olib keladi. Keyin o'shalarni yeb, to'ylar bo'lsa aka, to'ylarga kosa tovoq ko'tarib boradi. Oldin to'ylar ko'chaga bo'layki, ularsin. Ko'chaga bo'laydi o'sha payt shu ovozini eshitsa bo'ldi. O'sha payt to'ylarga tovoq ko'tarib yaxshi ovqat yeyishdik. Endi sharoit og'ir bo'lganda o'sha payt tovoq ko'tarib yaxshi yeyishdik. Shunday ham osh olib kelinadi, tovoq ko'tarib borilib, osh olib bering deb turilaydi yoki qo'shni mahallaga o'tib to'ylar, mana shunday qilib borilaydi. Yosh bachchalar beradi. Gilam orqasidan o'g'irlab ketiladi. U hozirgidek kim san qayerdan kelding, nimaga kelding demaydi o'sha payt aka. Biz tovoq ko'tarib boraylik, osh solib beradi, biz uyga olib keladi, yeyishdik. Ana shunday bo'ladi. Keyin yana nima desam? Endi qiyin bo'lgan domga turganmiz aka. Domga nima desam? 4-etajga masalan suv bo'lmagan joyga suv olib chiqib, narsa qilib chiqib eski bozorlarga, katta bozorlarda, Erxon bozorida suv sotganmiz aka. Keyin maktabga ham to'g'ri o'qimaganmiz. Maktabda ham to'yxona ishlaydik. 7-sinfda eslayman. To'yxona ofitsiantlik qilaydik. Shu odamlardan o'sha payt bunday to'ydan nonlar yig'ib ketmaydi bo'laysiz ularlar. Ana shuni ham bizlar sumkaga solib olib kelib yeb, yo'qsa satillab ovqat olib kelib uyga yeb maza qilgan davrimiz bo'lgan. Qiyinchilik bo'lganda. Shu dadam Rossiya ishi o'xshamagan qozoqlar ham fabrikaga borgan paytda shu oyoq qisilib qolib, oyog'i shu og'ir holatda yotib qolgan paytda endi oila ishlovchi dadam ayamaydi. Ayam uncha topmasa ham dadam topaydi-da. Topolmagan kunlari biz endi yosh bo'lsa ham majbur bo'lganmiz-da endi. Har qandaydir hayot kechirish kerak-ku. Mana shunday kunlar bo'lgan aka. Keyin
o'sha paytda eski Nasaf stadion bo'lgan, o'sha yoqqa lagan ko'tarib simch sotaydi, so'mkalar simch sotaydi. Shu yoshligimda. Kimdirlar bana 5 oyda chiya Begzod bir simch sotib zo'r bo'lib ketdi deb o'ylaydi, lekin biz yoshligimizdan simchgachi bo'lganmiz. Simchgachi yoshligimizdan bo'lganmiz. Masalan, ko'rganlar biladi. Endi shu hozirgi kunimizga Allohimizni nazari tushib bir Xudo, shu kambag'alni ham vaqti keldi yaxshi yashay deganmi endi bilmayman. Xudoga shukr, yaxshi. Shukr. Shunday, instek, masalan, kontrakt o'qigan paytimizda abidgacha o'qiychi deydi, abiddan keyin shunday forma almashtirib birdan bozorga simch sotaydi. O'zimiz shaharimizga simchga solaydi, simch sotaydi, uyga qovuraydi. Mana shunday qilaydi. Agar shu maktab davringizga qaytib qolsangiz, mana shu sharoitingiz bilanda siz o'qishni tanlagan bo'larmidingiz yoki yana mehnatni tanlab ketarmidingiz? Qanday sharoitim bilan? Hozirgi, masalan, yaxshi yashab turgan sharoitingiz bilan maktab davriga qaytib qoldingiz. O'sha vaqtdan boshlab siz yana shu biznes bo'yicha ketishni xohlarmidingiz, ko'chada ishlab yoki pul topish maqsadingiz bo'larmidi yoki o'qib kimdir bo'lish sizga orzu bo'lib qolmaganmi o'zi? Aka, bitta gap aytaymi? Men hozir ham aytaman, undan keyin ham aytaman. Yoshlarga maslahatim, oilasi boqib turgan bo'lsa, ota-onasi boqib, o'g'lim o'qi. Faqat o'qi. Bitta kelajak yaxshi inson bo'lishi uchun biza turimiz arqangga desa, meni maslahatim o'qigan ma'qul. Agar ota-onasi masalan to'g'ri, masalan ziyoti bilan qarashmasa ham, shu o'qishiga, yeb-ichariga ta'minlab turibdimi, o'qinglar. To'g'risida aka, o'qigan ma'qul. Aka, bizga o'sha payt o'sha sharoit bo'lmaganda. Aka, men agar o'sha paytimga qaytib qolib, ota-onam masalan bosbalam, faqat o'qib, kelajakda yaxshi inson bo'laman deb bitta va'da qilib, faqat o'qigin, bizga buyog'ini o'ylama. Yaxshi bo'ladi hammasi deb, shu yo'l pulim bilan ovqatimni, shu o'qishimni ta'minlab bersa bilasizmi? Men hozirlar agar o'qimasam ham shu bir tashkilotga kirsam, normal darajaga erishaydim. Hech bo'lmasa silab aka sizniki to'g'ri. Chunki ota-onani bergan non tuzi hurmatiga. O'sha vaziyat bo'lmaganda bizga. Shuning uchun hozirgi yoshlarga aytaman, uydagi yalqovlik, erinchoqlik bilan masalan non tuz yeb o'qishga bormay, kompyuterxonaga kirib, yo'qsa bilatxonaga kirib, og'izga 4 ta sigaret. Unday qilmagan ma'qul. Chunki ota-onadan ham o'tadi davr. Bittadan keyin afsuslanadi aka, o'qimagan, kelajakka bir kerakli kadr emas, og'izga sigaret, bo'ldi to'pikka kiradi. 1-2 bo'lmaydi, keyin hayotdan nolib yuradi aka. O'xshamayapti, bo'lmayapti deb. To'g'risida xafa bo'lmanglar. Bizlarni kuzatib turgan insonlar. Men boshimdan o'tgan narsani aytaman. Masalan, men o'zimni kasbimman, mana bu biznesimman, masalan, kallam bilan, ongim bilan, yo'qsa mana shu harakatim bilan bo'lib qoldi demayman. Endi hech qachon meni anonimga qiziqmanglar. Iloji bo'lsa o'qinglar. Shu biznesimga masalan bu Xudoning bergan tomonidan bir anovda 100 tadan bir, 1000 tadan bir bo'lishi mumkin. Lekin manday harakat qilsanglar, manday o'qib ketasizlar deb nima qilaman yomon gap. Iloji bo'lsa o'qisin. O'qisin. O'qisin, kallasi kelajakka qadrli, kerakli inson bo'lsa, aka yo'lini topib ketadi. Tushundingizmi? Hech bo'lmasa bitta kasb egasi bo'lsin. Hunar qanaqadir. Men ma'qullamayman yengil pul keladigan joyda aka. Yengil pul keladigan joyda deganim sababi aka, shaxsan o'zimni og'aynim bor. Do'stlarim bor, yengil pul keladi. O'zi bilib turibdi hozir nima gap ketayotganini. Unday yengil pul kelayotgan joylarga qiziqmayman. Og'ayimlar, akalarim, ukalarim hozirgi kunga juda katta insonlar mana shu yengil pul kelayotgan joyga o'zi kirishib ketdi-da. Davlat ochiqlab qo'ydi uni, bosaveringlar dedi. O'zicha o'ylaysizlar, to'rtta bir yaxshi yashab, yaxshi mashinani ko'rsatgan odamni, "Men ham shunday bo'laman, harakat qilsam" deysizlar-da. Paq qilib uyni sotasizlar, paq qilib davlatdan kredit olib qo'yasizlar aka.
o'zi ketdi keyin aka. Umrni zavoli keyin. Ha aka. To'g'risi, endi qaysi yo'nalish, qaysi kasbda aytib o'tganini bilib o'tiribdi xalq ham aka. Yengil pul topish u. Oddiy bir telefondan yengil pul topish. Foydasi yo'q. Keyin qarang, Bekzod aka, men bitta narsani sizni videolaringizni ko'rib turgan paytim bitta narsani guvohi bo'lib qoldim. Siz shunchaki video olib turaverasizda, oldingizga bitta qiziq odamlar paydo bo'lib qoladi-da. Sizni videoyingizda prosmotr ko'tarishiga aniq o'sha odam tayanch bo'ladi-da baribir. Siz kimnidir ko'rdim, video olib turibsiz, nimadir deb ketyapti. Shunda mana O'sha gap, o'sha gap haqiqatan qiziq chiqqanda, buni o'sha yerda ataylab qilasizlarmi yoki tasodifan bo'lib qoladimi? Bitta yoshi kattaroq buva o'tib ketgan, ana simichkadan olinglar, nimadir deb ketgan. O'sha videoni ko'rdim. Video qilib ketib borasiz, u odam gapirib ketib boradida. Yo aka, bizani har bir qo'yiladigan video, olinadigan video hech qachon aka bu proyekt bo'yicha, ssenariy bo'yicha taxlanmaydi. Aka bizaniki ana shunisi bilan qiziq. Hayotiy aka, bu ana aktyor olib kelib, aka narsa olib kelish umuman anonisi yo'q. To'g'risini aytay, hayotiy aka. Shu o'zimizda hayotiy gaplar, hayotiy odamlar aka chiqaveradi, o'zi kelaveradi aka. Bizda savdo jarayoni ham masalan aka video mana operatorimiz olib turadi aka. O'sha gaplarni kerakligini qo'yaveramiz. Shunday o'zi hayotiy aka, hayotdan o'zi. Masalan, u odam tonimayman kimligini ham, narsasini ham. Keladi. Zo'r o'tib ketganda, yomon prikol o'tib ketganda. Xola, Simishkadan olinglar. videoda bitta xola. Nimadir deganlar, xola, savdoga boring. Suvingizni soting, morsizni soting, nimadir degan. Marojin, ha. Marojinchi. Bir kun nimadir video ko'rdim. Original supermarketning yoniga ham shunaqa narsa qilayotgan ekansan. Sotib, narsa qilib, odamlar yig'ilgan ekanmi, nimadir bo'layotgan ekan. Bizani aka, mana kim ko'rib tursa aka, kim kuzatsa aka, shu mani ko'rdik ko'chaga. Aka, aynan mani ko'rsa, kayfiyatini ko'targisi keladi. Mendan bir qiziqarli, kayfiyatli gap kutadi aka. Tushundingizmi? Savdoga bo'lamanmi, yo ko'chaga bo'lamanmi, aka, hazilomuz gapiradi. Aka, bizlar ulardan xafa bo'lishga, yo bo'lmasa nima deyapsan deyish haqqimiz yo'q. Chunki o'zimiz boshlab olganmiz aka, kayfiyatni ko'tarishdi. Shuning uchun aka, keladigan odamlar borki, gap simichka emas. O'zlari ham aytadi-da. Odamlar o'zi aytadi. Sani ukajon simichkang emas gap deydi. Sani o'zingni deydi, og'zingdan chiqayotgan gaplaringga maza qilamiz biz deydi. Tushundingizmi? O'sha insonlar aka bemalol, masalan, men chiroyli gapiramanmi, kayfiyat bilan hazilomuz gapiraman aka. Ular erki sig'im gapiraveradi hazilomuz. O'sha bu ham masalan meni ko'ryapti, simichkani gapiraman aka. Hazil qilib ketyapti menga. Ko'rdingizmi? Mana shunday qarayapman-da, rahmat sizga deb. Ana dalda beraveradi. Zo'r chiqqan-da, lekin qiziq chiqqan. U insonlar masalan to'rttasi nima deyapsan, og'zingga qarab gapir desa, aka kelmaydi keyin odam. Shunday. Shuning uchun Bunday qarab bir bola deyapsiz-da. Shunchaki tabiiy chiqqanda xabarsiz. Ana aka degan. Siz nimadir degansiz-da mana shu videoga. ana bu masala. Ha, ana bu masala. Rahmat sizga. U shunday aka. Bu shunday hayot aka qiziqarli bo'lishi uchun o'ziz ham qiziq bo'lishi kerak. Hayot qiziqarliga aka siz u xomush yurib, naslingiz xo'mrayib yursangiz aka hayot siz uchun qiziqarli bo'lmaydi. Chiroyli o'zi. Mani o'zi hayotim shunday. Qiziqarli bo'lishini xohlayman. Kayfiyat ulash. Bizdeki shuda. Oddiy insonlar samimiy gaplar. Aka. Sohani o'zgartirish planingiz bormi yo'qmi aka? Qanday sohani? O'zingiz hozir yuritib turgan sohangizda o'zgartirish planingiz bormi yo'qmi aka? Vaqt keldimi deyman, aytishdi. Qilib turgana qadar Anora biznesmi? Qanday e'lon qilamiz deyildi bu. Qo'yog'ayni kerak emas desam ham yo'q deyapsiz-da. Dubaydan turib boshqarish nasib qiladi, hali qarab tur deydi, bilmayman endi. Xudo xolasa bir yaxshi kollektiv topganmiz. O'zimizning qishloqdoshlar birgada. Ustachilik u ham. Jihad katta biznes emas, Dubaydan turib boshqarayotgan. Alkofon mahsulotlari. O'shani ustachilik, alkofon mahsulotlaridan har xil turdagi fasad ishlarda, uyingizda domlani, har xil qurilish bo'lsa, fasad ishlari bo'yicha murojaat qilsangiz, borib o'zimiz yopib, ko'ngildagidek qilib
ishni bajarib beramiz degan holda boshlaymiz deb turibmiz og'aynim bilan birga. Ha, yaxshi, omad sizni bersin. Asta keyingi bizneslar bu ham bir. Keyingi Ha, qo'shimchada, Qo'shimcha ish. to'g'rimi? Chunki hozir deganim mana Akmal aka aytdilar, biz yaqinda yana dekabrgacha ishlayman-da, keyin boshqa proyekt yuritaman dedilar-da. Dekabrgacha ishlayman dedilar. Agar podkastni ko'rsangiz, hammasini. Keyin bu ishimni tashlayman, boshqa proyektga o'tib ketaman dedilar-da. Lekin nimaligini so'ramadik biz ham. Sababi o'sha proyekt bo'yicha keyin podkastga chaqiramiz u kishini. Akmal aka to'g'risini aytsam, o'sha erdan tushayotgan pul kerak emas deb o'ylayman. Chunki aka bilan biz muloqot qilamiz, gaplashamiz. Akani o'zi yetarli mablag'i bor. Aka o'zi e'tibor bersangiz, past yarimidan ko'pini ehson bo'ladi. Shunday to'g'ri. Aka, ne важно? Sal bo'lsa ham xalqqa foydamiz tegsin. Xalqimiz ko'rsin, bilsin narx-navoni deydi-da, shu ishni qilib o'tiribdi. Odam, men ishonaman, boshqa biznes qilishi ham. Shunday. Shuning uchun shu savolni sizga ham berdim-da, shuning uchun. Ya bizniki aka o'zgarmaydi, masalan, u boshqa biznes boshlagan taqdirimga ham buni to'xtatmayman aka. Bu birinchi o'rindagi bo'lib turaveradi baribir. Aka asosiysi bu. Asosiysi aka bu. U masalan kim bo'lsa, menmi, Akmal akami masalan shu insonlarni, u Akmal akani auditoriyasi boshqa. Meni auditoriyam boshqa aka. Meni Simichka bilan tanigan bo'lsa, Akmal akani Moshin bilan tanigan. Aka boshqa biznes bilan tanimaganda. Qadrdonligini sekingina bunga o'tib olamiz desa, yo'qsa Akmal aka emassa, odamlar asta qochar. Shu yo'nalishimizga taniganda. Shu yo'nalishimizni biladi, shu yo'nalishimizga qiziqqan. Shunday. Aka. Begzod aka, savol bermoqchiman. Masalan, shu hayotdan главный oldingizga qo'ygan keyingi maqsadingiz nima? Bu biznesdan tashqari demoqchiman-da. Masalan, yangi proyektingiz haqida gapirdingiz. Undan tashqari o'zi suhbatning oxiriga, masalan, podkastimiz ham yakunlanib qoldi. Shu maqsadingiz nima o'zi? Aka, bitta gap hayotiy maqsad. Hayotiy maqsad aka, mana shu ham bir dasturxonda. Hech qachon to'g'risini aytsam, pulga qiziqib, yo'qsa boyligiga qiziqib mana shu biznesdan birdaniga boyib ketishni ko'zlamaganman. Xudoni berganiga shukr qilganman aka. Bundan beriga ham, bundan oldin ham shukr qilganman aka. Kam bo'lganim yo'q. Mani maqsadim aka, qo'ldan kelgancha masalan aka o'sha paytlar birovga yordam qilish, yo'qsa mana shunday insonlarni sog'aytirib, Alloh sababi bilan, xalq sababi bilan mana shunday qilib rahmatnoma eshitaman degan narsa hayolimda ham bo'lmagan. Shu oddiyligimda aka. Maqsad aka qo'ldan kelgancha masalan shu biznesimiz rivojlansa, xalqimiz qo'llab-quvvatlasa aka, juda ko'p insonlarga yordam qilish aka. Juda ko'p insonlar sog' bo'lish. U masalan nechi bir insonni ko'ramiz aka. Kerakli manzilga aka hech narsasi ketayotdik. To'g'rimi? Hech narsasi aka. Nima olib keta olasiz? Masalan, sizni ketayotgan joyingizga masalan jiyaningizga, ukangizga, o'g'lingizga, farzandingizga bir pachka dollarni meni qo'limga taylab qo'y deganingiz bilan aka, bu bir pachka dollar qog'ozni hech narsa qilib bera olmaydik. To'g'rimi? Shunday qo'ldan kelgancha yaxshilik qilamiz aka. Boriga shukr qilamiz. Xudodan so'raymiz aka. Maqsad shu. U aka shu narsani bilaman aka. Shu qancha men o'zimning fikrimda bu. Qancha insonlar yordam qilib narsa qilamiz, Xudoning nazari tushadi, shu banda mana shunday qilib harakat qilyapti deb men bir bersam menga 10 beryapti deb o'ylayman-da. Tushundingizmi? Xalqimizdan masalan. Bu faqat kayfiyat uchun emas, masalan, mana shu harakatimizni ko'ryapti, narsamizni ko'ryapti, shu natijamizni ko'ryapti-ki, shu payt aka bitta iltimos qilaman shu payt xalqqa. Akalarim, ukalarim, mana shu mahsulotimiz mana shunday sifatli qilib chiqarganmiz. Iloji bormi, o'zingizda oldingizga turgan magazindan 2 marta shu ukamiz simichkasi bormi deyishdi deyman. Aka, iltimosnomada bu. Aka, shu qilib turgan natijalarimiz, aka, shu kayfiyatini ko'targanimiz, hurmat aka. Mana akam aytdilar-ki, so'rayman deyapti magazindan. Simichkasi bormi shu og'aynidan deb. To'g'rimi? Agar men xalqni faqat xalqqa yomonlab o'zim kallamda kelgan gaplar, yoqimsiz gaplarni aytib, sizga iltimos qilsam so'raysizmi? Ketib, palonimni to'rasiz aka, to'g'rimi? Shunday.
Shu hurmat qilyapsizki, qaysidir jihatim yoqqanki, bir og'iz iltimos qilgan gapimga siz shunday kiryapsiz magazindan so'rayapsiz. Ko'rdingizmi? Boringizga shukur. Men hurmat qilaman aka. Boya aytdingizki, mendan qarshisiz deyapsiz. Men birinchi marta ko'rishim sizda mendan qarshisiz deyapsiz. Men shunday qolyapman. Nima qarz ekanman? Qanday qarz ekanman? Oldi berdim bor ekanmi deyapman. Chunki birov bilan oldi berdi qilmayman. Hozir mana bu gapni aytdingizki, aka, men sizda aynan sizni semichkangizni ana shu magazinlardan shu akamizda dumma yog'li semichkasi bormi deb so'rayman deganim gapingizni o'zi menga o'zi qandaydir qarz desangiz, pul desangiz, pul, nimadir desangiz, ana shu qarzni his qilaman bo'ynimda. Yelkamga olaman bo'ynimga. Chunki men uchun juda katta gap bu aka. Masalan, siz uchun sizni semichkangizni so'rayman degan gap aka, sizni mahsulotingizni shu magazinlarda so'rayman degan juda katta natija. Tushundingizmi? Zo'rda bu aka. Tasavvur qiling, bitta biznes boshlayapsiz, shu biznesga aka siz mahsulot zo'rda, mana shu magazinlardan doim bo'lmasa so'rayman desangiz, aka o'zingiz boshqacha bo'lasiz. Zo'r narsa u. Shunday. Bekzod aka, rahmat sizga aka. Kelganingiz uchun, taklifimizga yo'q demaganingiz Sizlarga ham uchun. rahmat aka. O'ylaymanki, maza qilib suhbat qildik. Siz ham bizdan vaqtingizni olib qo'yganimiz uchun Yo'q aka. xafa emassiz. Yo'q. Biz vaqt ajratganingizdan albatta xursandmiz. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Borlaringga shukur. Bunday yoshlikda aka o'tgan hayotlarimizni mana bunday eslatib qo'yganingiz o'zi bir xursandchilikda aka. Ko'chaga chiqayotgan payt yana o'z holatimizga qaytamizda. Kibrga berilmaymiz, mansabga berilmaymiz. Lekin haqiqatdan shu videolaringizga qanday odam bo'lsangiz, shu haqiqatga ham shunaqa nima deydi? Gaplashadigan odam ekansizda. Guringiz shunaqa ekan. Shunday. Hayotga. Yo, hali ham sizlar borki, bir qandaydir qulab qolyapsizlar-da. Yo'q. Sinishga chaqamiz bu safar. Sinishdan chaqib energiyani yig'ib. Yo'q, hozir agar o'zimdan chiqib bo'lsa bilasizmi, mana bu yoqqa ko'rib turgan odam birdan o'zini tez yordamga ana bo'ladi. Tez men ichayim, davolaylar, ichayim deb ketadi. Seriozmi? Aka. Kilapim, qo'shqozonlar yertirib ketadi kulgidan. O'zimdan ishlayapcha bo'lsa. Sizlar qandaydir g'amgin bo'lib, mehrli ko'zga ko'rganday bo'lib qoldim. Odamlar bo'ladi. Ana shunday bo'lib qoldi hozir. Yo'q. Endi biz sal diplomatiya bilan o'boramiz aka. Men hali ham aka ertalab chiqib ketganimda, aka meni uxlab turib, aka 2 kun oldin taxlab turib, ana shu yoqqa kelasan deb 2 soat kuldirib edisinda aka. Opishim mana bu yoqqa bo'lli deb qo'yasiz. Bu gap faqat ayollardan eshitasiz. Siz o'zingizdan chiqar o'sha gap. Bo'lli. Aka anamdan berasiz. Aslimiz. Gap yo'q aka. Kimdan duo so'raymiz hozir? Bekzod aka, rahmat. Yo'q, bizdan duo so'ramay tahorat yo'q. Seriozmi? Katta odam bo'lsin. Buni ham tahorati yo'q. Biz ham tahoratga emasmiz. Ketdi o'sha. O'ylayman, ketaveraylik. Yolg'onni o'zimizdan farishta yasamang. Mayli aka, kattakon rahmat sizga. Ishlaringizga omad. Nasib bo'lsa yana chaqiramiz. Yaxshi kunlar ko'rishaylik. Rahmat. Ketkizgan vaqtlaringni achinsanglar aytinglar. To'rtta simishga yo'q qo'ra. Yo'q, gap Sog' bo'ling, rahmat sizlarga. Konuşgandan xursandman. Rahmat aka.